uchta xotinni qosh qovog'iga qarash menga juda ham og'ir, shuning uchun kechgacha ishlagani menga yaxshiroq. Men xotinimni olib chiqib keta olmayman. Bitta menga ruxsat berish uchun men ikkita postdan o'tishim kerak dedilar. Hukmronlikni men qilaman, men boshqaraman, men general bo'laman. Bu oilada meni deganim bo'ladi. Qolganlarning gapi bir tiyin. Adam bilan oyim har kuni o'shanikimiki. Men o'g'lima peshanangga xotin bitmagan desani, bitmaganda bir mol qizga uchradingda. Ha endi bu shu, bularni zoti past. O'zbekistonda nikohlar kamayib, ajrimlar ortib bormoqda. Bu ikkita erkak, ikkita ayol o'tirib olib, qaynona kelin muammosiga, ikir-chikirga kiryapti. Baraka topgur. Tushuninglar, bu jamiyatda juda ham muhim mavzu. Antaqatu ko'tarib borib sotdi, qiyinchilik ko'rdi, pulsizlik ko'rdi. Xotini bu narsalarni ko'rmayapti. Zato что er boyligida keldi. Shuning uchun bu odam emas. Onasidek azob cheksa kim? Assalomu alaykum qadrdonlar. Guringdagi turli mavzular bo'yicha suhbatlarimiz davom etadi. Bugun ham muhim mavzu borasida suhbatlashamiz. Oila jamiyat ustuni deymiz. Jamiyatni barpo qiladigan sog'lom oilalar bo'ladi. Sog'lom oilalar esa tabiiyki hozirgi kunda mana televideniyada ham seriallarni asosiy mavzusi bo'lgan qaynona kelin munosabatlariga bag'ishlanib ketgan. Qaynona kelinlar murosa qilsa, ular vaqtini go'zal o'tkazishsa, ular o'zaro ahil bo'lishsa, oila tinch bo'ladi. Erkak tinchgina ishiga borib keladi. Vatan uchun qilayotgan xizmatlari samimiy bo'ladi, barakali bo'ladi. Qaynona kelin bir-biri bilan ahil yashashi uchun chegaralar qayerda degan savolga javob topmoqchimiz. Mehmonlarimiz esa bizga qadrdon bo'lib qolgan, sizga qadrdon bo'lib qolgan oilaviy psixologlar, ilmiy psixologiya bo'yicha ilmiy izlanishlarini davom ettirayotgan Zilola To'laganova va Muxtasar opa Nazarova. Avvalo xush kelibsizlar. Bugungi taklifga ham yo'q demasdan kelganinglar uchun tashakkur aytamiz. Qadrdonlar, eslatib o'taman, bugungi suhbat bo'yicha fikr mulohazalarini bemalol izohlarda yozishingiz mumkin bo'ladi. Qandaydir taklif yoki e'tirozlar, balki mehmonlarimizni va bizni fikrlarimizga qo'shiladigan bo'lsangiz, bu borada ham fikrlaringizni bemalol izohda yozishingiz mumkin. Sahifaga hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, bemalol ulanib qo'ying. Keyingi suhbatlarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz suhbatni boshlaymiz. Yorqin aka, marhamat. Fursatida xush ko'rdik. O'zi odatda men gurum podkastlariga tayyorgarlik ko'raman. Mana shunga tayyorgarlik ko'rmadim. Chunki hayotimizda jonli keys deb qo'yishadi. Jonli keyslar, muammolar yetarlicha va bu hayotda biz o'sha keyslarda yashayapmiz, yashab o'tyapmiz, o'sha muammolarni boshdan kechiryapmiz. Biz ham boshimiz devorga urilyapti rosa. Men o'zi mehmonlarimiz kelmasdan oldin Zilola opam o'zi bitta podkastda yetarli darajada qaynona kelin munosabatlarida jonli keyslarni aytib berdim. Men ular o'zlarini to'g'ri yo'l tutgani, noto'g'ri yo'l tutgani kastlaridan kelib chiqib aytib berdilar. Shu muammo o'zbek jamiyatida bugun rasvoga aylangan. Qaynona kelin munosabati, chegaralar hech kim bilmaydi. Qayerga qo'yish kerakligini bilmaydi. Yo bitta insonni rozi qilishga qaratiladi, bor qanaqa resurs, keyingi inson unutiladi. Shuni oqibatida uchinchi shaxs aralashuvida, faqat qaynonalarni aybdor demayman men. Uchinchi shaxs aralashuvida oilalar barbod bo'ladi, yoshlarni o'ziga qo'yib bermaydi, yashashlariga berishmaydi. Bugun shu haqida gaplashsin. O'zi chegaralar qayerda, kim qayergacha xo'jayin bo'ladi, boshliqning o'rni qayerda, oilada o'zi kim boshliq bo'ladi. Bizni qiynayotgan muammolar ko'p, yetarli. Shularni birin-ketin to'xtatganimizda, masalan, savol tug'ilib qolsa, unga ma'zur tutasizlar. O'sha vaqtda bermasa, ko'zi ham esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan muloqot qilib, Savollarni o'zingizga bersak bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Chunki erkak sifatida ya'ni bizni yaralish funksiyamiz ham alohida. Ya'ni ayollarga o'xshamaydi erkaklar. Unaqa muammolarni ikir-chikirgacha kira olmaydi. Lekin muammolarni ikir-chikirga kirishga majbur qilyapti. Ya'ni o'zi masalan ikkita ayol o'zaro kelishib oladigan vaziyatda biz aralashishimiz o'zi qanchalik to'g'ri? Xo'p, bu mavzuga kirishishdan oldin bizani tinglayotgan bo'lajak qaynonalar yoki umuman qaynonalar, kelinlar o'zi umuman savol berishni xohlardim. Ya'ni men qaynona bo'lishga aslida tayyorman. Nima uchun farzandimni o'ylantirmoqchiman? O'zimni ehtiyojimni qondirish uchunmi yoki farzandimni haqiqatdan bir juft misolida
2 yoshi nazorat qilmasdan, ya'ni ortiqcha nazorat qilmasdan, shu vaziyatlarni to'g'ri, sog'lom qarashlarim bilan shu vaziyatlarga, ya'ni shu chiroyli hayotga o'zim ham tayyormanmi degan savolni berishlarini xohlardim. Chunki men o'zim ham hovliqib, to'g'risini aytaman, 2021-yil qaynanalikka tayyorgarlik jarayoni boshlanganda 2018-yil boshlangan, lekin kitoblarni varaqlash harakatlarimda keyin tushunib yetdimki, to'y qilish zavqi bilan boshlangan ekan bizda. Ya'ni to'y qilamiz, chiroyli ko'rinishlari, o'sha vaziyatlarni, ya'ni siz o'zingiz qila olmagan harakatlaringiz bilan orzu havas tirkanmiz, tegida nafs turar ekan. Ha. Tegida nafs turar ekan. Keyin turmush o'rtog'im bilan o'tirib bir tahlil qildik shu jarayonni. Uni orasida men bir ikki sovchilikka bordim. O'sha borganim ham yaxshi bo'ldi. Shu sovchilikka borganimda o'sha harakatlarni kuzatib, biroz etim jimirlagan vaziyatlar bo'ldi. Ya'ni bir insonni, bir oilani farzandi bizning uyimizga keladi va uni mas'uliyati. Hattoki kelgunimcha ham shunaqa bir hayajon bo'ldi, xursand bo'ldi va qo'rquv bo'ldi menda. Shu qo'rquv menga nimani anglatdi? Nafsim bilan shu xohishlarimni, ya'ni real qaraganda ikkalasini farqini o'rgatishni boshladi. Keyin sekin ustozlarga murojaat qildim va uyga birinchi bo'lib kelganimda o'sha sovchilikdan keyin bergan savolim, adasi o'zi bizni tayyormizmi? Qaynota bo'lishga desa, oyisini bilganing, kelin tushiramiz, tez bos, gazni bos deb ana chiroyli ma'noda xursandchilik bilan kemirpas tahlil qildik. Lekin tahlillarimiz o'ziga yarasha qiyin bo'ldi. Masalan, shoshilish, tezroq uylantirish xohladilar. Keyin savol berib, nima qanaqa qaynota bo'lgisi kelyapti? Nimaga shoshilyapsiz? Nimaga uylantirgisi kelyapti? degan savollarimizni yozib ozgina tahlil qilganimizda, demak, ba'zi birlari o'zimizning ehtiyojlarimizni qondirish uchun bo'lib chiqdi. Bildikki, shu narsa xatoligini va mana shu kitobni 2021-yil qo'limga oldim. Qaynona kelin vazifalarini o'zi kommentariyada yozib so'rashibdi. Mana shu kitobni hammaga tavsiya qilaman. Hattoki erkaklarimiz ham kuchisi bo'ladi. O'ta umumiy juda chiroyli qoidalar yozilgan. Shu qoidalarni o'qib, sekin-sekin tahlil qilganimda, boyagi nafsimni biroz jilovlashni boshladim. Keyin o'g'limga murojaat qildim. O'g'lim, tayyormisan? O'zi xohish bormisan uylanishga? Turmush o'rtog'im o'zlarini beradigan savollarni berdilar. Masalan, gaplashishadi o'zi ochib. Lekin birinchi xayolimga kelgan, men o'zimni holatimga mos ravishda harakatimni boshlaganimni his qildim. O'g'limning fikrlaridan kelgan. Keyin uyaldim, to'g'risini aytaman, shu vaziyatda uyalib, keyin o'g'limni o'ziga tashlashni boshladik. Ancha ko'rish bo'ldi, uchrashuvlarga chiqib. Vaziyatlar shunaqa bo'ldiki, ya'ni men o'sha joyda nafsimni jilovlashi, endi hammasini jilovlay oldim deb o'ylamayman, hali bor, tarbiyalanishimiz kerak. Shu vaziyatlarda bir narsani tushunib yetdimki, hozir bu hayot menikimi, ularnikimi degan savolni ko'proq berish aslida. Bu hayot o'zi hozir meni o'zimni relisdan chiqarib olmaydimi, men ularning hayotiga aralashsam? Ya'ni chegara degan boyagi savolingiz aslida o'zimni chegaramni qo'yishni bilsamgina, shunda men ularning chegarasiga kirib qo'ymasligimni anglarim. 2 yoshlarni masalan to'g'ri nazorat qilish, bir soatda aylanib kelinglar, mas misol uchun, yoki bo'lmasa bugun biz aylanib kelamiz, sizlarga hali u 15 yil, biz ham 20 yildan keyin birga bo'lishni boshladik, ozodlikka chiqishni boshladik, mas misol uchun. Ya'ni vazifalar, qoidalar o'zingizlar erkinlikda o'zingizlarga qoidalarni chiqarish. O'zi masalan so'rash normalmi? Nima deysiz? Qaysini? Masalan, men aylanib kelishga so'rab ketishim normalmi yoki biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz hozir? Yo'q. Albatta, normal. Jamiyatda hisob qilmayapman. Mana, deylik, men katta odamman va vaholanki ketsam bir noto'g'ri narsaga ketmasligimni biladi ota-onam. Men ularni kursga qo'yib ketishim kerakmi yoki ketayotganim haqida ogohlantirib yoki ruxsat, deylik siz ruxsat bergingiz kelmasa, ikkita yosh rejalashtirsa, nima bo'ladi? Ya'ni shundan o'zi konflikt kelib chiqmaydimi? Siz o'zingiz so'rab ketgingiz kelyaptimi yoki etmasdan ketgingiz kelyaptimi? Yo'q, men so'rab ketgim kelmayapti. Ana shuni qilish kerak. Demak, meni xohishim ekan dedik. Xohishlar, to'g'ri. Endi qarang. Bu vaziyatda shu narsani men ham anglashni boshlagan joylarim ham bo'ldi. To'g'ri savol berdingiz hozir. Chunki bilasizmi, hayotda o'zimizning qo'yib qo'ygan cheklovlarimiz bor-ku, shu narsani
ba'zi bir vaziyatda farzandlarimiz buzishni boshlasa qanaqadirchi chiroyli kutishi, chiroyli ishonchi, chiroyli kelishuvni misol uchun va eng asosiysi baxt garmoniyasini his qilishni boshladi. O'zim ham bu nimani qanaqa baxt garmoniyasi? Hozir mani eshitayotgan ba'zi bir qaynonalar aytishi mumkin. Qanaqa qilib shunaqa nazoratni birdan berib yuborish mumkinmi deyishligi mumkin. Lekin men o'zimni haqiqatlarim bilan bugun bo'laklashmoqchiman. Qarang, ana shu erkinlikni bizani o'zimizga ham erkinlik bo'lishi va tozalanib kelishi, ikkita yoshi bir-biri bilan dardlashib, maza qilib bizaga chiroyli kayfiyatda zo'r energiyani berishi yaxshi emasmi aslida misol uchun, to'g'rimi? To'g'ri, bizda bo'lmadi, bu vaziyatlarga kamroq bo'lgan. Masalan, qaynona qaynotam bilan mana hozir maza qilib gaplashamiz, lekin ilgariroq men ham ochiqroq chiqqanimda yomon bo'lmasligini tushunib yetdim. Demak, meni kamchilikman bo'lgan bu joyda. Men ham etolmagan vaziyatlarim bo'lgan. Meni ham o'sha holatlarga nisbatan ko'proq bizga singdirilgan qadriyatlarimiz bor. Gap qaytarma, mumkin emas. Mabodo qaynonangni mana bu vaziyatlarda bir holatda ovozi ko'tarilsa, berkinib yurgan, chetroq turgan degan, ya'ni oriyat bilan singdirilgan ba'zi bir o'sha tarbiyaviy muhitdagi ta'sir kuchidagi harakatlar demak bugun bizani chiroyli tahlilga olib keldi. Masalan, meni chiroyli tahlilga olib keldi bugungi kunda. Endi hozir eng yana qizig'i shundan iboratki, hozirgi 80% ishlayotgan mavzuyim aynan shu bilan. 72 yoshga qaynona bilan ishladim. Maza qildim shu joyda, bilasizmi? Hamkasb 72 yoshga qaynona bilan boshida keldilar. O'zi Zilolaxon, mendan hali yosh ekansiz. Boshladilar. Короче, yosh kichkina bo'ldimi, mijozsizni qadrsizlantirishni boshlaydi. Shunaqa. Keyin to'g'ri aytasiz dedim. Bir suhbatlashib ko'ray dedim. Suhbatlashib ko'ray dedim. Agar dedim, balki qapaysa sizda xuddi shunaqa. Balki dedim, men sizdan dedim ko'proq narsa olarim dedim. Chunki men ham dedim, shu bosqichda ketyapman. Tajribalaringiz ko'p ekan. 4ta kelinlari bor. Ikkita qiz uzatganlar. Tajribalari bor, ko'rinib turibdi, lekin uni nazoratlarini, kuchliligini tegida boshqa vaziyatlar bor. Ko'p narsalarda o'zlari qadrsizlanganda, misol uchun. Ya'ni o'sha qadrsizlangan boyga yamalar bor-ku, shu narsani xolajon to'ldirish bilan ovaralar. Faqat o'shanga qaranglar. Biron bir narsa so'ralsa, o'sha yamaga qaranglar. Ruxsat beringmi, bermaymi? birovni ozori bilan to'ldiradi. Ha, aynan shu. Birovni baxtsizligi bilan Qarang, to'ldiradi. yamani ichida og'riqlar bor. Yamani ichida kutuvlar bor. Turmush o'rtoqlari vafot etgan. Endi shu narsa bilan to'g'ri tahlil qilinmasa, farzandlarini rashk qilishlar qanchalik to'g'ri ekan? Qachongacha rashk qiladi bu farzand, salkam 50 dan oshayotgan farzand, erkak kishi qanaqa qilib bu vaziyatlarda o'zini sevgi izhorini, muhabbatini o'zini turmush o'rtog'iga bera olmagandan keyin ertaga kelin tushirib, o'zini keyingi bosqichini davom ettiradigan vaziyatda attay hayotimiz o'tib ketdi, shu ayolim o'tib ketdi-ya, shunga men hech narsa bera olmadim deb o'zini ham paq etib suitsid, ya'ni bir narsa qilib qo'yayotgan erkaklarimiz ham ko'p hozir. Endi buni ochiq aytishga men hozir qanchalik tayyorman bilmayman, lekin savollar bilan sekin-sekin kirishsak, menimcha hamkasb bilan birgalikda harakat qilamiz, to'g'rimi? Fikr bor. Qo'l ko'tardi. Qo'l ko'tardi. Sura? Yo'q, gapiraman deb magistraturamiz hozir qo'l ko'tarishlarga qaytganimizda o'sha avtomatik ishlarga Zilola-ku kelin olib turib bu xulosalarga keldim deyaptilar. Sizda hali bu bosqichgacha bor, lekin qanaqa bilan ishlayapsiz? Yo, umumiy mutaxassis sifatida. Tajriba masalasida men o'zimni tajribam bor deb hisoblayman qaysi mamlakat kelinlik tarafida, chunki 5 tagina kelinmizda men judayam kuchli qaynonalik prinsiplariga ega bo'lgan insonga kelin bo'lganman. Men как psixolog sifatida kelin bo'lib vazifada turganim bilan psixolog sifatida ayolimning juda ko'p pozitsiyalarini kuzatardim. Shuning uchun ekonom meni birinchi ustozim ayjonimdir. U kishini anaqalarini ko'rib aytaman, ko'p ta'kidladilar, qiz uzatgan anaqaga chiqmaydi, ro'yobga chiqmaydi, o'g'il uylantirsa chiqadi inson. Chunki qizni uzatasiz, bo'l, to'y tugadi, xudoga shukur deysiz, yashaysiz, xat xabari kelsa bir oyda bitta jig'i biyroningiz chiqar. O'g'illar qasddan kelgan qizni qo'shqovog'iga qaraysiz, har kuni qanaqa chiqarkan ertalab, qoshiqqa ochuvmikin, yopuvmikin, o'g'lim bilan nimadir bo'lmadimikin degan ko'p killashda butun umr yashaysiz. Buni qo'shqovog'iga qarab o'tish azobi bor bu yerda.
Shuning uchun kelin olgan odam qatoriga qo'shiladi, bekorga aytilmagandir dedilar. Bo'lib ham 5 ta kelin, man 4-inchisi edim. 1 yildan keyin 5-inchimizni ham olganlar. Men hayron qolardim, beshalamizga 5 xil munosabat ko'rsata oladilar. Umumiy qoidalarda bir xil edilar, lekin har birimizni jahlimiz yoki har birimizni noroziligimizga Allohidadan muomala qilardi. Allohimni olib kirib. Ya'ni chunki 5 ta kelin 5 xil fe'ldamiz. Shuni hisobiga va 5 ta o'g'illari ham 5 xil. Kechada hech qaysilari bir-biriga o'xshamasmi? Shuning uchun o'g'illi fe'ldan kelib chiqib boshqa ko'rsatma berardilar, bo'g'illi fe'ldan kelib chiqib boshqa ko'rsatma berardilar. Shu nuqtadan tajriba rosa yig'ganman deb o'ylayman. Endi yana ham bilmadim. Bu tajriba nuqtasi. Psixolog sifatida endi biz sohada o'rganganimiz bo'yicha maykorlikni ham Zilulpa metoddan daftariga ijozat so'rash masalasi bor. Shuni aytmoqchi edim. Nima desa bo'ladi? Ruxsat so'rash emas, bildirish, ogohlantirish odobi bor. Ruxsat so'rash degani, masalan, biz aylanishga chiqish uchun oyim ruxsat bersalar chiqamiz. Bu yosh bola pozitsiyasi. Demak, bu yerda yoki yo'q bo'ladi, yoki kelinda ortiqcha xavotir buzilishlari bor, qo'rquv bor yoki general pozitsiyasida doimiy nazorat qilgan ona yoki otani tarbiyasini olgan. Shuning uchun o'zi haddi ham edi. Qaror qabul qilishga va ikkinchidan qaror qabul qilish ko'nikmasi yo'q ham o'sha. Agar bitta farzandingizni esini tanish yoshi 6-7 yosh bo'lsa, endi xulosaga chiqarish yoshi, o'sha yoshdan boshlab bir 10 yil siz unga o'zi qaror chiqarishga bermasangiz, bu qobiliyat yo'qoladi. Mana buni kiyasan, buni borasan, yo'q buni ichmaysan, buni yeysan, yo'q o'tga bormaysan, bu o'tga borasan deversangiz, shaxs sifatida o'ladi. Shaxs sifatida qaror qabul qilish qobiliyati o'ladi. Demak, men qaror qabul qilishim shart emas, baribir menga har doim birovlar qabul qilib bergan qaror bo'ladi deydi. Bir xilgina bundan ishonch orttiradi, chunki ota-onasi uchun boshini qotirib, siqilib o'tirmasidan muammosini hal qilib qo'yadi. Ba'zi birovlarni bo'lsa oilasida bu qaror qabul qilishlari cheklab tashlaydi, ya'ni yo'q. Men qo'limdan hech narsa kelmas ekan, bo'ldi, eng to'g'ri yo'l faqat bo'ysunish ekan deb qopti bo'ladi. Bu qizda ham bo'lishi mumkin, bolada ham. Va mana shu yerda men hozir aylanishga chiqishim uchun onam yoki otam menga ijozat berishi kerak. Uning uchun ularga aytish paytini poylashim kerak. Noqulay paytda aytsam, gapini eshitib olishi mumkin. Qo'shimchasiga xavotirda so'ralmaydi ham ko'pincha. Ruxsat so'ralish ostida juda ham ko'p bolalik drammalari va oiladagi noto'g'ri struktura yotadi. Lekin ijozat eshittirib qo'yish bu tegishlilik odobidan hisoblanadi. Ya'ni biz shu oilaga tegishlimizni, biz shu oilada yo'qligimiz, borligimiz nimadir umumiy ishlarga ta'sir etadi. Shuning uchun shuni nuqtasidan qaror qabul qilinadi-da, sen bilan aylanib kelamiz deyiladi. Masalan, ertaga ketamiz emasda, ham erta indi 2-3 kun bittasida ketamiz. Qaror qabul qilindi, shu ketamiz. Lekin kun bildirib qo'yiladigan odamlarga baribir qaraladi-da, shu aytiladi. Biz dam olishga ketmoqchimiz, mana shu 2-3 kun o'rtasida. Sizlarga qaysi kimlik borib kelganingiz qulay. Ijozat so'rashda shu nuqta olinadi. Ya'ni tegishlilik, men shu oilaga tegishli bo'lganim uchun shuni kichik bir qismida ularga eshittirishim kerak. Va men o'ylaymanki, o'sha qatlagadir borish, rejalashtirishda oila ichida yashayotgan oilachi doimiy bir haftalik, 3-4 kunlik rejalarni bir-biriga eshittirib yurishi kerak. Chiqib men ertaga ketaman aylangani bu odobsizlik baribir. Chunki siz bilan bog'liq rejalari bo'lsa, albatta sog'lom odamning ham jahli chiqadi. Shuning uchun o'zingiz bola tarbiyasida ham aytamizki, hatto o'sha 2-3 yashar bolaga ham lokatsiya beringlar. Hozir magazinga chiqamiz. Senga yo'q konfetka, yo'q pechenye olib berishim mumkin. Bundan shu narsa ololmaymiz. Maylimi deb kelishilib, lokatsiya ko'rsatilib olib chiqilsin deylar. Endi nimaga katta oilada, oilaviy katta uyushmada lokatsiya ko'rsatilmaydi. Bir hafta mobaynida bu hafta deylik, mehmon chaqirishga tayyorgarlik qilamiz. Pishiruv, uy tozalash boshqalar. Shuni hisobini qilib qo'yinglar deyildi. Bo'ldi, hamma hisobini oldi, lekin o'sha yerda undan oldin o'zini hisobi bo'lsa, o'sha bir haftalik reja etilayotganda o'zinikini aytish kerak-da. Yo'q, mana shu hafta bo'ladigan bo'lsa, meni imtihonlarim bor yoki men onamnikiga bormoqchiman. Shuni hisobga olaylik, oyijon, shunga qarab rejalaylik, men qanaqadir sig'diraylik deyilsa, hisobga olish ikkita tomondan bo'lishi kerak. Bu odobini qilib aytyaptimi? Ikkinchi tomon ham sig'imli kiritish kerak-da. U odamlarni tanlovini. Yo'q, faqat uy tozalaymiz. Bu ikkinchi tomondan qaynotib qo'ygandan qilinayotgan adolatsizlik. Ya'ni eshittirib qo'yishda mana shu qoidalarga rioya qilinsa,
bemalol hamma taraf o'zini ehtiyojlarini hal qila oladi va kerak bo'lsa shu spontanniy holatingizu to'satdan bo'lingan holatlarda yordam berib turish kerak bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Masalan, kelin shu bugun opa singlim kelibdi, borib kelsam maylimi degan spontanniy holatga kengligi, qaynonani ham shu bugun mani qarindoshlarim kelar ekan degan spontanligiga javob bo'ladi. Va bu odob kelishilishi kerak. Menda ham to'satdan rejali tug'iladi kelib qolishi, sizda ham to'satdan rejali tug'ilib qoladi. Me'yorida miqdoriga bir-birimizga yon berib turamiz deb odab qo'yilsa, hech bir aybi bo'lmaydi. Lekin indamasdan chiqib ketishlar yoki bo'lmasam qo'rqqanidan ruxsat so'ramay o'tirishlar, ruxsat so'rasa yo'q desa, xotinning oldida boshini egib kirib ketaverishlar, oyim ruxsat bermadilar. Bu juda ham bir g'alati-da. Odam nimaga yashayotgan, nima shu erkakning orqasidan kelib shu yerda butun umrini tikib o'tirganiga achinib ketadi. Onam deyish mumkinmi hozir? Mani Mani onam mani anaqam o'sha tilda nima sitoyim deydi-yu. Jannatim onam. Masalan, onam deyishi mumkin. Shunday ma'lumot Sitoyim mani deyishi mumkin-da. Masalan, hozir bu yerda erkakni shu nuqtai nazardan onam ruxsat bermadi deb turin, boshini egib ketishini ne normal deyapsiz? To'g'rimi? Nima deysiz? Xo'p, qarang. Hozir plus kelamiz bu anaqa. Endi nenormal holat shu emotsiya qarang hozir boshini egib ketdi. Bu qanchalik ta'sir qiladi? Ayoliga, o'ziga, kuchsizlik misol uchun, mana bu ona bilan onani bu yoqda o'zi mana hozirgi savolingizga savol emas, o'sha gapingizga bitta nimani aytmoqchi edim. Jannatim onam, farishtam onam deb chiroyli yozib qo'yishadi. Havosiz keladi. Lekin ichida ham shu bilan man to'g'ri kelarmikan aslida shu yigitlarimizga? Ichi uzilib, to'kilib, ado bo'lib, yolg'ondagi ham jannatim onam qaltirab, dodlab gapirib yo'dgisi kelyapti o'sha gapiga. Lekin qanchalik darajada shu haqiqat bilan yuzlanmaslik ketishimiz hozir bizani ko'rib turganlar ham aytadi-da, o'zi chiroyli sema boshlovdinglar hozir ammami joyimda qo'l siltab ketdinglar, nimaga yechim bermadinglar deyishi mumkin. Lekin boshini egib ketishiga ikkinchi boshqacha harakatlar ham bor. Masalan, hozir bugun o'xshamagan bo'lsa, boya menda shunaqa vaziyat bo'ldi ona. Boya men o'zim xohlagan darajada javob olmadim. Maylimi, sal boshqacharoq gaplashsak. Shu joyda men ham bugun ulg'ayganimni his qilyapman. Ko'p narsani ko'ryapmiz, ko'chada yuryapman, lekin balkim sizni xohishlaringizni ko'p eshitib, ertaga o'g'lim bir paytli mana shunaqa vaziyatda bo'lganda menga aytmagan ekansan demasligingiz uchun balki men ham bugun siz bilan yana ochiqroq gaplashgim keldi deyishi ham normal holat. Endi vaziyatlar har xil, xonadonlarimiz har xil, muhit har xil, lekin muammo bitta bo'ladi ko'pincha. Muammo bitta bo'ladi. O'zi hozirgi muammo ham bitta. Qanchalik onaga ochiq gapirish, qanchalik ochiq gapira olmaslik. Endi tarbiyamiz juda chiroyli, uni ham bilamiz. Ochiq gapira olmaydi. to'xtang, Bolaligini aytmagan u. Aytolmaydi, u ko'milib, depressiyada o'lib yashaydi. Endi aytsin, mana mutaxassislarni eshitdinglar. Mutaxassislar misol uchun 10 yillik mutaxassislar emas, ancha yil bo'ldi. Yo'q, qarang. bo'ludi shunaqa. Etsa barbod bo'ladi lekin oila barbod bo'ladi. Bizada shunaqa vaziyat bo'lganida bir konsultatsiyada kelgan erkak kishi aytyaptilar, mani oilamda deyaptilar, men xullas yashamoqchi emaslar turmush o'rtoqlari bilan, shu xotinlardan shikoyat bilan kelganlar. O'zi qoida shunaqa bo'ladi, bir mavzu bilan kelinadi, aslida vaziyat boshqa bo'lib chiqadi-da. Xullas shu xotinidan shikoyat va xotin bilan yashashni xohlamaslik haqida gapirib turilib, savol berdim. Uyga qanaqa borasiz, ayolingiz bilan qancha vaqt o'tkazasiz desam, uyga juda kech boraman dedilar. O'sha yerda tushundim. Nimaga desam, chunki bizada uyda ayollar, to'la ayollar, buvim borlar, onam borlar, meni xotinim. Uchta xotinni qosh qovog'iga qarash menga juda ham og'ir, shuning uchun kech-kecha ishlagani menga yaxshiroq. Hammasi uxlaganda kirib borib yotib olsam bo'ldi. Joniga teggan. Keyin qanaqa joningizga tegdi? Nima desa, hammasini qosh qovog'iga qarab, anaqa qo'yniga hop deb chiqishim kerak. Albatta har birlari shikoyat aytishadi, xullas. Keyin nima qilmoqchisiz deb so'rasam, aytdilarki, men xullas boshqa ayol olmoqchiman. Ajrashmi? Yo'q. Chunki bu qizni uydagilar tanlagan. Uydagilar tanlab turib shuncha shikoyat qilishadi desam, ha, shunaqa.
O'shaning uchun men ajrasha olmayman. Bu ayol ustiga boshqa ko'chada o'zim uylanmoqchiman, o'zim hayotimni qurib yashamoqchiman dedilar. Shu yerda gapdan gap chiqdida, keyin men o'zi aytdim biror marta norozilik joiz, ayolingizni o'ziga aytganmisiz yoki ayolingizga nisbatan munosabatda ularga aytganmisiz ham yo'q, ularga gapirish foydasi yo'q, ular gapiradi faqat, men eshituvchiman dedilar. Keyin men shundan gap chiqib, oxiri birga vaqt o'tkazib ko'ringlar degan taklif bersam, men xotinimni olib chiqib keta olmayman. Menga ruxsat berish uchun men 2ta postdan o'tishim kerak dedilar. Dadalari ham juda badjahl inson, 3ta postdan o'tishlari kerak. Xullas, keyin oxiri aytdim ularga, mayli hozir gapira olmassiz, lekin erkaklik, jahlingiz shiddatga aylantirib ishlatishingiz mumkin. Jahli prям jahl qilsa bo'ladi. Jahldan kuch olib qarorlarni gapirib olishga shiddatga aylantirsa bo'ladi. Ikkita yo'li bor. Keling, erkaklik shiddati yo'lida biror kun ayting, shu fikringizni ochib ayting. Yo, menga shu xotinim bilan yashaydigan sharoit qilib beringlar. Xotinimni menga moslashtirib beringlar, uni vaqtini, hammasini menga, uni hayotida menga ham vaqt beringlar. Yoki bo'lmasam, men tashqarida boshqa uylaning, bu ham qovursin, sizlarga kelin kerak ekan, yashayveringlar birga. Men boshqa xotin olay, men ham odam bo'lib o'zim uchun yashamoqchiman. Shu qarorga keldim deng. Qaror sifatida qat'iy aytib ko'rasizmikan dedim. G'alati bo'lib qoldilarda, ketdilar. Xuddiki men buni qila olmayman degandek. Keyingi konsultatsiyaga kelganlarda voqeani aytib beryaptilar. Uyga borsa, как раз yana shunaqa sharoit ustiga borib qolganlar va qattiq jahl bilan boya gaplarni aytganlar. Bo'ldi, o'sha shiddat bilan, jahl bilan emas, shiddat bilan gapiribdilar, qarorlarni bo'ldi. Men yashamayman, если что boshqa olaman deb. Keyin hamma bir qator pasayishganda, keyin ertasiga vaqt o'tkazish uchun ruxsat so'rab chiqish o'rniga keyin bo'ldi, men bilan chiqib kelasan deb aytganlar va chiqib ketayotganda men bilan chiqib keladi, men bu bilan aylanib kelmoqchiman deb aytilgan, hech narsa deyishmagan. Va shuni chiqib gaplashib yurib, o'sha o'tirgan joyda aytibdilar, xotinim xavotirda tipirchilab, tezroq ketinglar, tezroq boringlar. Ha, aytganlar, yana bolaga qarab turasizlar ham deganlar. Chunki doimiy eng oxirgi javob bolachi bo'lar ekanda. Ruxsat bermay shu. O'tirimiz, bola charchatadi, bo'ladi, qo'rqyapti deydilar. Shunaqa tipirchilayapti xotinim, men rahmim kelib ketdi. Oxiri aytdim, xavotir olma, bundan keyin men turibman, men seni hamma narsaga turib beraman, hammasida xotirjam bo'l, men o'zim kirib gapiraman desam, xotinim shunaqa yig'lavordi dedilar. O'sha paytda tushundim, men bu oilada qiynalib 10 yildan beri yashayapman desam, xotinim mendan battar parchalanib ketibdi dedilar va shu odatni kuchaytirganlar. Borgan sari olib chiqib ketish, birga o'tirish yo'q, oldimda o'tir, bola bilan o'ynaymizmi, gap o'ynatamizmi, deb, yo'q chiqmaydi, bola bilan bandmiz deb shunaqa chiqarmaganlar hamma ishlarga. Juda ham turib bergan. Xullas kalom, bu narsadan chiqib ketishlari uchun 1 yilcha vaqt ketdi ularda. 1 yildan keyin ha bo'pti xullas deyishdi. Lekin shunda ham bilasizmi nima? Bundan foyda yo'q. Ukasini uylantirar ekanmiz. Tushunasizmi? Ya'ni fokus o'tdan bu yoqqa o'tdi. Lekin bu yerda nima desa bo'ladi? Yaxshigina bunt bilan bo'ldi. Chunki har safar battarroq o'g'ilga indamaganlari bilan kelinga zulmni kuchaytirishgan. Bir kuni olib keldim, deyapti, aylantirib keldim. Ovqatlanganimizni aytmaylik dedi, aytmasang aytma desam, kirib ovqatlangandir sizlar desa, yo'q, yemayman. Hamma o'tiribdi deydi. Qaynona, qaynota, buvi. Bo'pti, ani ovqatni yeying deb aynigan ovqatni yedirishyapti xotinimga kirsam. Janjal bo'lib ketdi, jahlim chiqib ketdi deyapti. Shu darajada demoqchiman, tazyiqi o'g'il bilan kelinikini bitta qilib kelinga o'tkazib yuborib, bo'lsa ham qilishyapti. Va shu nuqtada mana o'sha 1 yilda shundan tinch qo'yishdi. Shu yerda aytib o'tib ketish kerak bo'lgan joyi, mana bu narsa sog'lomlik emas hozir buni oilasidagi narsa va agar onalaringlarda ayrim belgilar kuzatilsa, men erkaklarga nisbatan aytayapman bu narsani, kelinlarga emas. Kelinlar sizlar qaynanglarni obsujdatsam qilmanglar, tahlil ham kerak emas sizlarga. Sizlar uchun boshqa yechimlar bor, lekin o'g'illar buni tekshirib ko'ringlar. Ya'ni birinchi belgi. Agarda qaynona, onangiz to'xtamasalar, charchamasalar, tinmay ish qilsalar, dam olmasalar va boshqalarni ham dam olishga qo'ymasalar, hamma tur bol qil deversalar, bu уже klinik belgi.
Bu diagnozga olib borgan bitta katta belgi. Ikkinchisi, kam uxlasalar, kech yotsalar, vaqtli turib olsalar, uxlashlari qiyin bo'lsa yoki bo'lmasa deyarli uxlamay yana tozala bir narsalar qilib chiqsalar yoki Qur'on o'qiyman deb o'tirib olishar, masalan, kechqurunlari namoz, nafl boshqa qilib ham o'sha jahdli состоянияda, jahd bilan. Bu ham yana bitta diagnoz. Uchinchisi, bola suymasalar. Bola suymaydilar va asosiy fokus tozalik, tartibda bola o'shani kir qilgani uchun, sip qo'ygani uchun, idish sindirgani uchun jahl bang'illab chiqib ketadi. Va yana muhim bitta belgi ochiq qadrsizlash qobiliyatlari bo'lsa. O'g'lima peshanangga xotin bitmagan desani, bitmaganda bir mol qizga uchradingda, ha endi bu shu, bularni zoti past kabi ochiq tahqirlashlarni gap yedirish usuli bilanmi, to'g'ridan to'g'ri usuldanmi bemalol gapirish, bu narsalar diagnoz. Ya'ni bu insonni onama deb nomlash kerak emas. Bizda afsuski shuncha diagnozga endi bu onamda deyiladi. Bu diagnozni nomi xalqimizda onamda. Ona azizda. Himoya bahonasi. Himoya bunaqa bo'lmaydi, chunki hozir balki sizga bilinmayotgandir, lekin yoshlari kattalashgani sari bu ochiq muammolar ko'rsatadi. Chunki bunaqa xarakterli insonlar, endi bu xarakter emas, xarakter buzilishi deyiladi. Bu buzilish deyiladi, miyada ma'lum bir funksiyalar zararlanyapti. Ishdan chiqyapti va bu eng kamda Alzheimer bilan tugaydi, xotira yo'qotishlar bilan tugaydi yoki bo'lmasa juda qattiq jahllar bilan tugaydi. Va bular aytib o'taman, rosti bunaqa inson uzoq yashaydi. Sababi nega unaqa desangiz, doimiy ichidagini chiqarib turgan sari u yana kuchayveradi bu odamlar. O'sha to'plagan kuchi bilan uzoq yashaydi, lekin bu odamlarni atrofidagilar kamida nevroz bilan kasallanib ketadi. Tati Daniel degan fransuz komediyasi bor, topib ko'rishinglarni tavsiya etaman. Mana shu buzilishlarni yoshi kattalarda qanaqa bo'lishini ko'rsatgan. Va yana bitta diagnoz aytib o'tib ketgan bo'lardim. Qaynanada deb yo onamda deb nom qo'ymaslik uchun bittasi o'sha xavotirchalik. Hamma narsaga xavotirlanaverish. Voy bola yiqilib tushadi. Voy ana mashina urib boradi. Voy bola voy deb hamma narsaga dollar kursi chiqishidan tortib bolani ko'p uxlashigacha trevojniy qarash bu umumiy xavotir buzilishlari diagnozi. Ya'ni GTR diagnozi hisoblanadi. Bu yerda bu insonlar mana shunaqa hovli qurishdan charchab ketishadi va bular giperopioka ona yoki giperopioka buvi bo'lishadi. Bolam yeb oldingmi? Bolam qilib oldingmi? Kelindan oldin turib kechqurun ovqat tayyorlashadi. Bizda voy kech qolsam bu meni kutgan onam. Yo'q, iltimos, u sog'lom ona bilan GTR diagnozli onani ajrataylik. Kechasi bilan siz uxlamay ovqatingizni kutadi, kelin uxlab qolgan, ovqatingizni 12 da tayyorlab beradi, issiq qilib beradi. Bu umumiy xavotir buzilishi. 40 yoshli, 50 yoshli erkak kelib o'zi ovqatini olib yeb olish xususiyatiga, qobiliyatiga ega bo'lish kerak katta odam pozitsiyasida. Ona o'shani qilib berishi, qilib berib o'tirishi da qilib qo'yish bu normal berish, lekin doimiy shunga odatlanish yoki navaralarni po'xli urish, hech kimga ishonmay bermay deb mana bu narsalar mehribonlik, haqiqiy onalik, jonseriklik yoki bo'lmasa 9-may xotira va qadrlash kuni haykalidagi Hokisor ona deb nomlanmaydi. Motamsaro yo'q, motamsaro emas, endi ko'rinishi Hokisor ona deyilmaydi, bu diagnoz hisoblanadi va bu insonlarda tekshirishingiz uchun katta belgi tez yurak og'rig'i bilan, tez qayerdadir maza qochaverishi bilan davolaverishadi. Har 2 oyda 3 oyda bir marta lecheniya yurakka olinaveradi, lekin yana qaytalaveradi. Sababi bularda ham uyqu sog'lom emas. Uyquni ichi tushga, tashvishga to'la, xavotirga to'la, miya o'chmayapti va bunda kunduzi 60 ta o'rtacha uradigan yuragimiz uyqu ichida 30 tagacha tushadi masalan, yarmida uradi va dam oladi. Bunaqa odamni kech uyquda ham yuragi shunaqa bo'g'irganidan 60 tadan urgandan charchaydi va toliqish, yurak mamtga kelib qolib urishlar boshlanadi. Bunaqa paytda faqat yurak doktoriga emas, mutaxassislarga olib borish kerak. Psixolog, klinik psixolog, kerak bo'lsa psixiatrga olib borib, miyani bu funksiyasini, aktiv funksiyasini pasaytirib berish kerak. Ular to'xtashi, dam olishi, tinchlana olishi kerak. Shu insonlar bilan ko'p kelinlar ham, o'g'illar ham urishadi. Voy sekinroq hayda, voy palon deb ursa rolda oyi bo'ldi-da, voy bo'ldi, mana yiqilgani yo'q. U isbotlashi keragi yo'q.
ular o'zlariga bo'ysunadigan holatda emas, ular davolatilishi kerak. Va eng achinarlisi mana shu insonlarga mana shu kasalliklarni umumiy fonda qaynona deb nomlanadi. Kechirasizlar, bu kasallik kerak bo'lsa 20 yashar qizda ham, 30 yashar kelinda ham uzru o'sha kelin poshshani o'zini onasida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni buncha diagnozni jamlashtirib, qaynanalar o'zbek xalqida shunaqa, voy bizani qaynanalar deb gapirishni bas qilish kerak. Birinchidan o'zbekni qadrsizlash, ikkinchidan hamma kasallikni to'plab qaynaga shipoq qilib tiqib qo'yish. Yo'q, bu hammada bo'lishi mumkin. Bu kasallik o'sha urush yillaridan qolgan bizaga nasldan naslga o'tib kelayotgan yodgorlik. Chunki o'sha narsalar o'sha paytda qo'rqqani arzirli sabab bor edi. Urushida, ocharchiligida, qiyinchiligida yoki oshiqcha qiyinchiligi ham birinchi aytgan variantimiz psixopatiyani shakllantiradi. Psixopatiyada o'sha odam qo'rquv urib, xavotir olib, charchab o'sha bo'lib qoladi. Hech narsani farqi bo'lmaydi. Farqi bo'lmay qoladi. Yoki qattiq nazoratda katta qilingandan keyin nazoratchilikni oshirib yuboradigan bo'lib qoladi. Chunki bu kasalliklar nasldan naslga zo'rayib boradi. Va o'shaning uchun bu u yoqdan kelyapti, hurmatlilar. Buni to'xtatish kerak. Davolab to'xtatasiz. Davolaganingizni qanaqa to'xtaydi desa, o'sha insonni ko'rib katta bo'layotgan yosh muhitlar bu xulq-atvori o'zlashtirishni bas qiladi. O'shanda keyin biz psixologik sog'lom, xavotirchan bo'lmagan va o'sha odamni odam o'rnida ko'rmasdan bir tiyin qiladigan avlodni to'xtatamiz. Ungacha qaynanalar deb o'tirishdan bizga umuman foyda yo'q. Hozir siz bir qancha kasalliklar sanadingizda endi. Hozir men nomlarini eslab qola olmadim. Lekin mutaxassis sifatida mana deylik, shu belgilarni ko'rgan odam oilasida, kuzatgan odam, xotinidadir, onasidadir, deylik, buvisidadir, kimdadir kuzatgan odam psixologga olib boradi. Tasavvuran. Lekin siz sanagan kasalliklar orasida belgilarda nafsan bo'lish mumkin-ku. Psixolog shuni aniqlay oladimi? Ya'ni bu sani anaqang, bu nafsdan. Senga dori ham shart emas, sen nafsing tarbiyalasang bo'ldi. Senga ruhiy tarbiya kerak. Chunki aksariyat muammolar ruhiy tarbiyaning yo'qligidan, ya'ni manni oldinga surishdan, hukmronlikni men qilaman, men boshqaraman, men general bo'laman, bu oilada meni deganim bo'ladi, qolganlarni gapi bir tiyin degan narsadan kelib chiqadi-da. To'g'ri. Nima uchun biz o'zim mana hozir tomoshabinlar bu ikkita erkak, ikkita ayol o'tirib olib qaynona kelin muammosiga ikir-chikirga kiryapti. Baraka topkurdi. Tushuninglar, bu jamiyatda juda ham muhim mavzu. Oilada shakllanadi hamma narsa. Masalan, oila tinch bo'lsa, erkak tinch borib ishlab keladi. Tinch borib rivojga, ravnaqqa hissa qo'shadi. Agar tinch bo'lmasa, u na bir sog'lom intellektda bo'ladi, na bir jamiyatga hissa qo'sha oladi. Naryoqda oila, ona na bir normal farzand tarbiyalaydi, na u keyin jamiyatga normal qo'shila oladi. Rasvos chiqadi haligi beqaror, betayin, doim bunday turadigan, qarorini ayta olmaydigan, fikrini bildira olmaydigan bitta latta tarbiyalanadi. Uzr. Shu jihatda o'zi mana shu mavzuni dolzarbligini gaplashdik. Biz sizlardan oldin ham rasm muhokama qildik bolalar bilan. Ruxsat berish, bermaslik, men bularga savol berdim. Sen ruxsat bersang, onang ruxsat bermasa, xo'p sen borishni xohlamasang, keyin nima bo'ladi? Xo'p, onang borsin deb turibdi-da, sen xohlamayapsan. Nimaga uni ikki o'rtasiga solyapsan? Nimaga bitta san hal qilmaysan shu narsani degan gaplar gaplashdikmi? Esizdami? 3-4 kishi bo'lib gaplashdik bu narsani. Erkak sifatida o'zini qarorini berishga hech qachon o'rganish uchun hech qachon kech emas. Bitta hozir aytgan gapingizga statistika yildan yilga ajrimda ko'payib boryapti-ku. Shunda deb anaqa qilishadi, ayollarni ayblanadi-yu. Lekin men aytgan bo'lardim, aynan o'sha hamma narsasini javobgarligini o'ziga olgan qaynanalar o'g'ilni infantil qilgani uchun, ya'ni javobgarlik olmaydigan, o'zi xohlagan narsasini qildiradigan, oyim aytsinlar, oyim nima desalar shu deydigan qilib qo'yishgani uchun erkaklarimiz rostdan ham pasaydishdi o'rtada. Buni tan olish kerak. Va bilasizmi, insonni qancha qiyinchiligi ko'p tashlasangiz, o'sha insonda yo o'sha qiyinchiliklardan kuchayib ketadi, yo qiyinchilikda hozir aytgan kasalliklarimizga kirib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Endi o'g'illar, yo shikob o'g'lim surmaydi, belini ehtiyot qiling. Yo, kelin poshsha, bunaqa narsalarni aytmang. Erkakni ham avaylash kerak. Bitta ayting hamma narsani. Onanglarga aytinglar, onanglar olib bersin. Yo, bunaqa qilmanglar. Kasalmi bola uyingizga borib, xotirjam
xotirjam ish pish qilmasdan uyingizda davolatib keling divirilganidan keyin mashaqqat mana bu bolani kasali hech narsa erkakka yuklanmayaptimi erkak zaiflashaveradi Juda endi tabiiy. qarang qancha ko'p ayolga yuklama yuklaysiz ayolchi ikkinchi sorti bo'lsa kuchayib ketdi ayollar hamma narsani buzib yuboradigan qilib tashlaydigan bo'lib ketdi chunki immunitet hosil bo'ldi tegirmonga chiqsa butun emas уже bir qopim bilan chiqadigan bo'ldimi bo'ldi endi u ayollarni kim to'xtata oladi o'shanaqa bo'lib bo'ldingizda ayol kishi sifatida bundoq qarasangiz oldingizda bitta uzru faqat siz qayerga boryapsan nima kiyyapsan nega kelyapsan bilasanmi san deb faqat diniy manipulyatsiya qiladigan sizni ustingizda to'xtovsiz tuhmatli u bilan yuryapsan bu bilan turyapsan deydigan erkak hosil bo'ladi chunki o'ziga ishonch tushganda erkak kishini obsessiv rashk paydo bo'ladi to'xtatmasdan anaqa qiladi chunki u xotindan pasaydimi bo'ldi endi u zo'r bo'lib ketdi u nimadir qilib yuribdi bo'ladi buni asossiz demayman asosli joylari ham bor o'shanaqa bo'lavergandan keyin ayol kishi bundoq qarab aytishi mumkinda man o'zim pul topaman hamma narsam bo'layotgan bo'lsa o'zim ham ish qila olsam bu odam menga hech narsa qilib bermaydi plyus tinmay asabim buzadi nima yashayman deydi deb qolsa nima qilamiz mana shunaqa qilib erkaklarni to'xtovsiz qarorchaligini kesib уже oilalarni 10-15 yilda uzog'i bo'ldi yashamaymanga olib kelib qo'yilayotgan jamiyatga kelib qolyapmiz-ku endi boyiga narsangizni anaqa qilib ketish kerak ota nima edi nafs dedingiz-ku mana kecha bir konsultatsiyada o'tirdik klinik psixolog bilan ovomizni holachi endi voy bu kelinlar yashatmadim ajrashtirdim nimaga kerak mani shunday mana bunaqa o'g'limni orqasida bunaqa bo'lishi kerak desa ha to'ppa to'g'ri nima qilardi o'zi desa voy shu indamay uyga borib kelaveradi indamay bu quradi to'g'ri qilibsiz yaxshi bo'lmabdi voy to'ppa to'g'ri biz ham mana bunaqa nasldamiz biz xo'jalardamiz deb gaplashdida man kuzatuvchi bo'lib o'tiribman ishoning opani nafsiga ma'qul keladigan hamma narsaga za bo'ldida keyin oxiri sizga oson emas chunki siz mana bunaqa azobni katta qilgansiz bu o'g'illarni endi mana charchab uxlolmaydigan bo'lib qolganingizni qarang mana kim sizga bakar keladi mana o'sha ajrashib ketgan keliningiz bakar keladimi yo'q siz o'zingizni joningizni qadriga yeting yuring tursalarda aylanib davay bitta uxlashni shakllantiramiz bo'ldi ichaman hech narsa ichmayman degan xotin ekanlar bo'ldi ichaman bolam yozib bering ha bilan yozildida dorilarni shu zahoti topsin o'g'limga ayting dedilar bo'ldi xo'p bo'ladi chiqib ketgandan keyin bu yerda kasallik bormi bu yerda faqat psixopatiya yurak kasal emas ona moshni hamma yoq moshni hammani qulvachcha qilgan hukmronlikda nafsi turadigan inson o'shaning uchun man bularni faqat qo'llab quvvatlayman agar man bular nafslariga gram qarshi gap gapiray deyapti klinik psixolog mani ham tepalab o'tib ketadilarda hech qachon dorini ichmaydilar o'shaning uchun faqat поддержка konsultatsiyadachi shundoq chiqadi nafs ixtiyori ketyaptimi bu yerda yoki real muammo ketyaptimi chiqadi bunaqa narsada inson o'zini aybini qo'shmay gapiradi to'ppa to'g'ri nafs bilan gapirilayotganda faqat boshqalar aybdor opa daho opa azob chekkan boshqalar iflos opa azob chekkan boshqalar iflos o'zi g'irt teskarisi buni konsultatsiyada mutaxassislar yaxshi aniqlab oladi undan siqilmasak bo'ladi bo'ldi tushunarli qamariddin man savolingiz bo'lmasa bitta savolim bor edi agar savolingiz bo'lsa bering o'zbekistonda nikohlar masalasida hozir statistikani muxtasaran bir eslab o'tgandek bo'ldilar men shuni ma'lumotini hali izlab o'tirgan edim o'zbekistonda nikohlar kamayib ajrimlar ortib bormoqda unga ko'ra o'zbekistonda 2025 yilning yanvar iyun oylarida 23 mingta nikohdan ajralish holati qayd etilgan bu 2024 yilning mos davriga nisbatan 800 taga ko'p ajrimlarning 60% dan ortig'i shaharlarda 39% dan oshig'i qishloq hududlarda kuzatilgan shu yerning o'zida savol bo'lyapti ya'ni shaharlarda nimaga buncha ko'p qishloqlarda nimaga buncha kam va umumiy savol shuki bu foizlarda qaynona kelin munosabati bilan ajrashayotganlarning foizi taxminan bo'lsa ham necha foiz tashkil etadi bitta statistika man kuzatgan man o'zi qishloqdan chiqqan bolaman qishloqda ayol umuman haqqi huquqi qadri hech narsasi yo'q biz o'tgan kuni ayolim bilan aylanishga chiqqan bitta narsani guvohi bo'lib qoldik bitta erkak bitta mashinani yonida turib olib xotinni varanglatib so'kyapti onasi ham qolmayapti hech kimi qolmayapti xotin jim shevadan bilinib turibdi qishloqdan chiqishgan bizga o'xshagan qishloq odamlar varanglatib so'kyapti man asablarim o'ynab ketyaptida uni so'kayotganini ko'rib keyin ayolim bilan gaplashib qara ahvolini u ham chidashini qarang deyapti endi anavi ayolni chidashini
gapiryapsiz, shunaqa axloqsizlarga to'lib ketgan bu betayinlar demak gapirib kelyapman, orqamdan kelayotgan erkak. Eshitib keldi hamma gapimni. Shuna do'konga kirib ketdi. Agar menga duxi yetib gapirsa, men gapirmoqchi edim. "Vo, baraka topib ko'r, sen ahmoq bo'lma" deb turib aytmoqchi edim unga. tinchingiz U- o'ylagandirsiz. Yo'q, o'zi aytmadi-da menga. u reaksiya U bermadi. menga tashlash kerak edi, men reaksiya. kutdim. Tashlaganda men chetroq turib gaplashmoqchi edim. O'zi men shunda ham ajrim kam ekan demoqchiman. o'zi huquqlar toptalgan. Shunda ham Chunki qishloqda ne ajrim kam. ajrim kam, chunki o'sha 30%, 15%ni eri Rossiyada. Qayerda ajrashadi? 5 yildan beri, 2 yildan beri, 4 yildan beri Rossiyada. Men bitta shu eri oldida bo'lmasa degan efir o'tkazuvdim, ishoning, lichkalarimiz portlab ketdi. Men 4 yillab erkakni Rossiyada yurishini вообще hayratda qolib ketdim-da. 4 yil, 4 yil, 3 yil. U yerda faqat yil haqida gapirishdi qishloqni ayollari. Vaholanki U 4 yerda oy oyga yo'q, aytildi. oy yo'q. Yil. Yo'q, shunaqa. Bo'lmagandan u tez kelib turadigan 1 yilda bir kelib turadi. Keyin oxirida kelib aka aytadilar, bitta bolalari bo'ladi u yoqda. Keyin qolgan umri bu yerda u qaynotani boqishga, qaynotani yotag'on kasalni tegini tozalashga o'tiribdi-da. Shunga o'tirishadi. Nima umri u? Yana bitta eng achinarli holat, yaqinda ishladim bitta oila bilan. Vaziyat shunaqa bo'ladiki, 10 yildan oshiq er-xotin alohida yashashadi. Turmush o'rtoqlari Rossiyaga ketadi. Adashmasam Rossiyada yo Koreyada edi, hozir esimda yo'q aynan. Koreya ham qo'shilgan. Koreya. Hozir ishlayotganim Amerika, Koreya va Rossiyadagi o'zimizning hamkasblarimiz, kechirasiz, ya'ni yurtdoshlarimiz. Bu yerda erkak o'zini ehtiyojini qondirish uchun faqatgina o'sha nafs yo'li bilan emas, o'zi asosan moddiyat bilan ketiladi. O'zi hozir tan olishimiz kerak, o'sha bizni qo'shtirnoq ichida yetishmovchilik deb o'ylagan narsa aslida undan keyin juda og'ir jarohatli narsalarni olib kelyapti-da. Endi buni vaziyatni qarangki, 5 ta kelin, ularni 4 talasida er-xotin birga yashashyapti, lekin bu kelinni turmush o'rtog'i 10 yildan beri chet elda. Endi o'z-o'zidan baribir o'ziga yarasha xohishlari paydo bo'ladi. Er-xotin gaplashib o'tirishibdi, havas qiladi, to'g'rimi? Boyagi ayollar farzandlari bilan tarbiya berish jarayonida bitta o'zi ko'p narsaga harakat qilyapti, lekin kimlarnidir nazarida, qaynotani nazarida unga ko'p e'tibor berilyapti, ularning nazarida, lekin baribir bu erni asosiy ehtiyojlari, his-tuyg'ulari, er vazifasi bilan bog'liq bo'lgan chiroyli gap so'zlari baribir yetib kelmaydi. Uni hech qachon qaynona bajarib bera olmaydi. Uni qaynota ham bajarib bera olmaydi. Ya'ni buzilish nimadan boshlanyapti? Rashkdan. Buzilish rashkdan boshlandi. O'zi aslida rashk qaynonadan boshlandi va erkak qulog'i tinch bo'lish uchun ketdi pul topishga va shuni orasida undan tashqari nazorat yana kuchayadi. Nimaga ko'p gaplashyapsan ering bilan? Baraka topkur, bu yo'q, yonida yo'q, er yo'q, u bilan gaplashish uchun qanaqadir bir sharoit qilib berish kerak aslida. Endi telefonda gaplashish nazoratga olinadi. Biron bir joyga chiqib kelish, ering yo'q uyda, chiqmaysan hech qayerga deyiladi. Vaholanki o'sha harakatlarning ichida o'sillar bilan bog'liq bo'lgan kimdir, qaysi biridir ham hech bo'lmaganda siz bizlar bilan birga yuring, bir O'zbekka borib kelamiz degan gaplar aytilishi mumkin edi, lekin bu narsalar ham aytilmaydi. Qarang, nima uchun? Endi bu kelinning o'zini ham xarakter bilan bog'liq yopiqligi bor. O'sha uyalish, tortinchoqlik, mana shu vaziyatdan kelib chiqib, demak unga bo'radi, bizga gapirsak ko'nib ketadi degan muhit yaratilgan. O'z-o'zidan kelib chiqdi. Muhit yaratilmadi. Ya'ni uni o'sha chegarani buza olmagani, gapira olmagani shu vaziyatlarga olib keldi. Huquqlarini toptashga. Endi qarang, vaziyat shunaqa bo'ldiki, bu harakatlar bu kelinga nisbatan bundoq qarasam deydi, demak hamma menga qarshi. Ba'zi bir efirlarni ko'rishni boshladim, kitob o'qishni boshladim va tushunib yetdimki, o'zimni saviyam pastligi, meni o'zimni nazoratimda ko'proq o'sha chegaralarni o'zimni fikrim bilan qo'yganimni tushunib yetdim dedi. Endi keldilar, ishlashni boshladik. Turmush o'rtoqlari keldilar chet eldan. Ular bilan ishlashni boshladik. Hozir muammoli vaziyat, ya'ni yana o'sha qaynonaga taqaladiki, hali bu protsessni hali ochishgani yo'q. Masalan, buni men ekran qarshisida gapirishga ham uyalmayman, qo'rqmayman. Chunki bunaqa vaziyatlar hozir juda ham ko'p. Balkim kimgadir yana ham yechim bo'lishi mumkin aslida. Hozir bilasizmi, shunaqa yaqinlik bo'lgan bularning o'rtasidagi bu vaziyatlarda. Va o'rtada
4 farzand bor. Ketma-ket tug'ilgan yana. Bu farzandlar bilan tasavvur qiling, uni hali tug'ruqdan keyingi depressiyalar hali chiqmagan u ayoldan. Hali yig'lashdan to'xtagani yo'q. Faqat eshitamiz hozir u ayolni. Faqat eshitamiz. Faqat harakat qilamiz. Boyagi aytganlaridek, u o'sha jarayonga bo'shliqni topishi uchun u avval u axlatlarni chiqarib tashlash kerak. Ana undan keyingi vaziyatda yechim kelib chiqadi. Yechim o'z-o'zidan kelmaydi. Masalan, boyagi aytilgan erkak kishi bilan bog'liq yechim bo'lishi mumkin. Qaysi vaziyatda, qachonki siz uni boyagi duxi ko'tarib, to'xta, nimadandir kech bo'lishini hozir tushunib yetib turgan vaziyatimda hech bo'lmaganda akamdan gaplashib ko'ring, akam gaplashib ko'rsalar, men aytolmagan gapni yoki ukam gapirib ko'rsin, bo'ladi. Bilasizmi, bir xil aka-ukalar kelishadi, men bu narsani men aytolmayman, men buni aytolmayman onamga deydi. Ya'ni o'zaro muhokamalar asosida hal qilishi mumkin demoqchiman. Ba'zi bir yechim sifatida-da endi. Endi shunaqa vaziyat bo'ladi. Xullas, bu yoshlar bilan, yoshlar ham deya olmayman. Endi harakatlari hozirgi kunda asosiy bitta ehtiyojlarini hech bo'lmaganda yechimini qilishga harakat qilgan bo'lsak, endi farzandlarning tarbiyasi turibdi. Farzandni tarbiyasi yaxshi bo'lmaganiga ham boyagi hamkasb aytganlaridek kelin aybdor, misol uchun. Lekin yildan biri kasal bo'lsa ham kelin aybdor yoki turmush o'rtog'i uzoqda, nazorat qilishi, o'zini o'zi nazorat qilib bir yordam, moddiyat, qarang, pul so'rasam ham nazorat, misol uchun. Pul vaholanki meni qo'limga kelmaydi, turmush o'rtog'im yuboradilar, lekin uni hammasi nazorat. Qarang, oddiy harakatlar, farzandimga men bitta narsa olib berishim uchun nazorat. Endi bosim ustida bu kasallikka aylanib bo'ldi, bu kasal. Hozir biz buni 3 kishi lecheniya boshladik. 3 kishi nazoratda chiroyli lecheniya qilishni boshladik. Endi bu chiroyli lecheniyamiz hali chiroyli tugaydimi? Uni natijasi qanaqa bo'ladi? Uni vaqt ko'rsatadi. Endi hozir mana o'zimni ham tahlil qilyapman-da. O'zimni tahlil qilyapman. Biz ham 3 ta kelin bo'lganmiz. Ya'ni 3 ta o'sin. Men bosh kelinman. O'zi bosh farzand bilan bosh kelinga ham aytishadi, haligi tajriba quyonchasi deyishadi-yu, kimlargadir. Bizga ham u narsa hammada ham birinchi qilinayotgan narsa, ya'ni qaysidir ma'noda tajriba. Lekin tahlillarimdan shuni tushunib yetyapmanki, hozir bir-birimizni o'rnimizni bosgan paytlarimiz, demak, tushunishga kelar ekan. Ya'ni tushunib turish. Hozir meni resursim yetadi, shu o'sinimni tushunib turing. Hozir meni resursim yetadi, buni bolasiga men nimadir qo'llab-quvvatlab turing, masalan. Lekin bu narsalar hozir qanchalik bilmadim, balki oilalarda shakllangandir. Ammo negizida hasadga, rashkka, boyagi aytganimizdek nafsga aylanib ketganlari bor. Men hozir bu yerda aksariyat shunaqa bo'lib ketdi. Masalan, o'sha chet elga ketgan qaynag'asi deylik, o'zini misol uchun o'sinini birozgina birpas suhbat qilib aylantirib kelishga rashk qilishlari juda kuchli, masalan, yoki yordam sifatida shubhasi kuchli. O'zi u xavotirlari sog'lommi, sog'lom emasmi, misol uchun. Yoki bo'lmasam akamni bolalariga birga borib aylantirib kelaylik, hozir buni ayoliga qiyin bo'lyapti, deyapti, bir erkak gapiryapti dardini. Shuni tushuntira olmayman ayolimga, siz tushuntirib bering. Yo'q deydi, siz oshig'i bilan bajaryapsiz, hamma rasxodlar o'shalarga ketyapti, u bo'ldi, bu bo'ldi. Ya'ni o'sha ayolni bir-biriga nisbatan o'sillarni demoqchimanki, tushunish holatiga ham ozgina diqqatliroq bo'lishimiz. Yoki qaysidir kelinni nisbatan qaynanaga so'zlari chiroyli o'tadigan bo'lsa, yetkazib berish yaxshiroq bo'lsa, demak bu vaziyatda kimnidir resursi yetarli darajada sog'lom bo'lsa, shu ham bir hech bo'lmaganda albatta turib berish kerak, yordam berish kerak deb o'ylayman. Chunki aynan bugungi kunda bundan bu yog'iga biz yana ham tayyor turishimiz kerak. Bundan ham og'ir demaylik, ya'ni ochiqlik. Orqaga ketadi. Yo'q, ochiqmiz. Jamiyatda ochiqlik ko'p. Yevropadan kirib kelyapti deymiz, uni deymiz, bahona qilamiz, lekin sababini to'g'ri qilishimiz kerak-ku. O'sha ochiqlikka to'g'ri tayyorlaylik. O'zimga aytaman, hozir shu kunda tug'ilganingda, Zilola, sen o'zing erkin bo'larding-ku. Seni o'zingda ham fikr shunaqa bo'lardi-ku. Deyishimiz balki sal boshqacharoq, ya'ni osonroq vaziyatni qabul qilishimiz, to'g'rimi? Yechimga to'g'riroq, sog'lomroq kirishimiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Chunki aytganlaridek, diagnozlarimiz nevroz eskirdi. Nimaga? Chunki bu undan kuchliroq vaziyatlar, boyagi aytganimdek, o'sha oqimda kirib kelayotgan kasalliklar aslida nimaga tayyor turishimiz kerakligiga diqqat qaratishimiz
kerak payti keldi hozirgi kunda. Shuning uchun ham ustoz professor har doim aytyaptilar, ta'kidlab, klinik psixologlar kerak jamiyatga. Nima uchun? Chunki ularni hozirgi holatida terapevtik jarayonda aniqlik kiritadigan aynan shular. Misol uchun meditsina bilan bog'liq holatda, meditsina bilan bog'liq holatini qaynanaga siz biroz lecheniya olishingiz kerak, dam olishingiz kerak va undan keyin mani nazoratimdan keyin men sizga ba'zi bir narsaga ruxsat beraman. Mana bu norma. Endi bu narsani ekran qarshisida bizani ko'rayotganlar hozir har xil xayolga borishi tayin. Bizga u narsa muhim emas. Masalan, menga hozir biron bir oilani shunaqa bir bardak holatida biron bir yechim bersak, biz o'shanga xursand bo'lamiz. Yoki bo'lmasam biron bir ajrimni boyaga aytganlardi 23 ming, voy 23 mingta bo'pti, endi 23 mingta bo'pti Toshkent shahrida. Yoki ertaga 24 mingta bo'ladi, 25 mingta bo'ladi deyishimiz qanchalik mana odatiy holatga aylanib borishi. Diagrammalarni o'zi muhimligini o'zi tegida nima turibdi aslida? Qochuvchi shaxs bo'lishmi yoki mendan ketdi egasiga yetdi, misol uchun. Mana boya bitta joyimizda jumboq bo'lib qoldi o'sha erkaklarimizga nisbatan. Ba'zida bizni qarang shunaqa jiddiy mavzuda, hattoki mana shunaqa bir terlab maza qilib muhokama qilyapmiz. Rostdan maza qilyapman o'zim. O'sha yechilmay qolgan vaziyatda nima qilsin, erkak gapira olmaydi dedingiz, shu joyni menimcha aniqlik kiritmadik. Gapira olmaydi qarang, nima? gapira olmaydigan joyda Gapirmagan chunki Lola opa, gapira gapirmagan hech olmaydigan qachon. joyda qarang, mana endi erkak ishonchsiz paydo bo'ldi, ishonchsizlik paydo bo'ldi, u yechimni qila olmadi-da. Yechimni qila olmagan bu vaziyatdagi erkaklarimizga mana 28 yoshli bola o'zini o'zi osib qo'ydi. Endi ozgina aytishimiz kerak bu vaziyatlarni. 28 yoshli bola ichi to'lib ketgandan, o'shanaqa yechim qila olmagandan va shu narsasini ota-ona tan olmaganidan ichi to'lib, hattoki xat yozib ketdi. Hattoki xat yozgan xatida asosli rost mana bu bola kasal bo'lgani va bu kasallikka ota-onaning aybdorligi shunaqa qilib yozganki, bu narsani endi ona ko'tara olmayaptilar hozir. Ko'ryapsizmi? Endi bu Ko'tara olmasdan oldin o'ylash kerak. yo'q, ko'tara olmasdan oldin o'ylashlari uchun ham endi qarang, ayol onalari o'zlari ham aytyaptilar, demak, men ham kasal bo'lgan ekanman deyaptilar. To'g'ri, kechdan ko'ra kech bo'lmasa, ba'zi bir xonadonda agar hozir shunaqa nizoli, juda ko'p hozir bunaqa nizoli vaziyatlarimiz, juda ham ko'p. Kecha agar ekranda kuzatgan bo'lsanglar, bir ayol o'zini kundoshini ikkita bolasi bilan o'ldirdi. O'ldiribdi, pichoq. O'ldirdi, pichoqladi. Tegdi rashk masalasi turibdi. Mana shu kitobda mana shu Safo Saygili degan inson yozganlar, psixoterapevt. Bu tarjima qilingan o'zbek tiliga hamma savolga javob olsanglar bo'ladi. Ayollar ham, kelinlar ham, qaynanalar ham. Ya'ni nima demoqchiman? Shu rashk masalasida tegida u rashk o'zi nimadan kelib chiqishi? U rashk o'zi azaldan sanga o'zing yashab turgan tarzingda yetmaganmidi? O'zi bu rashkni tegida nima turibdi? Rostdan ham sof, muhabbatli, chiroyli rashkmikin yoki nafsmikin, botqoqmikin, kasallikmikin, chirib ketgan, bir qo'pol qilib aytganda bir o'zi uchun bir ustanovka qilgan fikrmikin? Agar men hozir shu rashkimni qo'ysam, meni yechimim bo'ladi. Men mazza qilaman. Aytganlardek kasallik. To'g'risi hamda, chunki u 90-100 yoshgacha, 102 gacha yashadilar shu ayol. 5 yil oldin ishladim men shu oilamdan. 102 gacha aytganlaridek, atrofdagilarning hammasi kasal. Ular oilaviy terapiyadan o'tishdi. Ko'ryapsizmi, achinarli holat qayerda? Ya'ni o'sha rashkni tegida hozir mana eshitayotganlar, bizani kuzatayotganlar, rashkim to'g'rimikin? Nima uchun rashk qilaman o'zi aslida? O'g'limni rashk qilishim nima turibdi? Erimdan narsa yetmayaptimi menga? Mehri yetmayaptimi? Men shuni qilib, qo'pol qilib aytganda qo'shtirnoq ichida hozir o'g'limni turmush o'rtoq vazifasini talab qilmayapmanmi deb savol berish qanchalik muhim hozir. Savolni agar to'g'ri bersak to'xtata oladi. Agar sog'lom bo'lsa, Bunaqa agar sog'lom bo'lsak, bo'lish kerak edi, Zilola opa. to'g'ri. Yo'q, saviya. Endi hozir ba'zida degan so'z ishlatamiz. Sezsa, Ba'zida degan so'zni ishlatamiz. O'sha sezsa deyapmanki, ya'ni shu harakatlarni sezishsa, mana ko'ryapsizlar. Xavotirlanish darajasi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Xavotirlar tegida, qarang, normal ego sog'lomlik bor, nosog'lom ego bor-da. Endi qarang, sog'lom egoni tegida sezdimi? O'sha xavotir nimamdan kelib chiqyapti?
boyagi qarzga kirib ketganimdanmi misol uchun yoki bo'lmasa adam bilan oyim har kuni urishadilar o'shanikimikin o'shani negiziga man ham xotinimni urib qo'l ko'tarib qo'ymayaptimikinman masalan yoki bolalarimga baqirib noto'g'ri nazorat qilib qo'ymayotganmikinman deb savol berish masalan endi xavotir hammada har xil xavotiri sog'lomligi bor masalan hozir mani xavotirim mani dars qilmayotganim misol uchun ba'zida kitoblarni o'qimay qolib Sog'lom ketgani xavotir, masalan endi buni chiroyli nazorat qilishingiz qachonki siz uni masalan oyijon mani hozir darslarim bor man shuni qilib olishim uchun manga orada 2 soat ruxsat bering misol uchun endi buni etolmayman deydiganlar bor masalan shu joyda turmush o'rtog'idan ruxsat so'rash yordamchi sifatida endi u ham o'xshamasligi mumkin tabiiyki hozir bizani eshitib o'tirganlar Zilola opam aytayotganlardan u bo'lmaydi bizga to'g'ri kelmaydi Muxtasar opam aytayotganlardan to'g'ri kelmaydi mana bunisi to'g'ri kelmaydi bunisi to'g'ri kelmaydi deydiganlar bo'lsa demak bu xonadonni egalarini oilaviy psixoterapiya qilish kerak ochiq oydin aytamiz mani o'zim halizgacha o'zimni ustimda mana biz terapiya qilib turamiz chunki qarang hozir stressi hozirgi mavzu stressi bizada zo'r mavzu ko'tarildi bizni stress bilan uchrashib mavzuni ochib jonli hayotimizdagi keyslarni gapirib maza qilyapmiz bu stress endi hozir nima qilamiz biz bu jarayondan chiqib abitdan keyingi suhbat qiladigan odamlarimizga o'zimizni holatimizni to'g'irlab normal holatga tushirib sizlarni tashqi muhitda ayblamasdan sog'lom keyingi vaqtimizni to'g'ri taqsimlashimiz kerak tushunarli ho'p manda bitta savol bor savollarim ko'p rosa mana birinchi navbatda sizga Zilola opa bu savol ho'p o'zi insonni jamiyatdagi bahosi qiymatiga qarab baholanadi ko'proq kim ko'proq qiymat bersa uni obro'si ko'proq naqa bo'ladi baribir bizni qadriyatimizda erkak boshliq oilada erkak boshliq bizni qadriyatimizda shu ming yillardan beri bo'lib kelayotgan jarayon ho'p o'g'il uylandi 27 yoshdir 25 yoshdir lekin oilada ona hukmron shuni chegarasi qayerda bo'lishi kerak masalan o'g'ilga hech narsaga bermaydi general mana aytganim aytgan bo'ladi deganim degan bo'ladi vaholanki oilaga kim ko'proq qiymat beradi desa o'g'il beradi deylik uni xavfsizligi ta'minoti ko'chadan kelayotgan xavf nuqtai nazaridan eshik bemahal taqillab qolishi bor hamma xavfni o'zini bo'yniga oladi risklarni ta'minotni oladi hamma lekin ko'chadagi anaqalarni oladida lekin oilada o'rni bo'lmaydi ya'ni boshqaruv onada bo'ladi shu normalmi o'zi masalan o'zi boshqaruv talashdan chiqib keladi talashdan kelib chiqadi masalan hokimiyat masalan bu jamiyatda ham bo'ladi kim boshliq bo'lsa o'shani aytgan bo'ladi va boshliqlikni talashish asnosida kelishmovchiliklar konfliktlar yuzaga keladi Adal rahmatlini gaplarini eslatdingizda hozir o'zi boshqaruv so'zini kamroq ishlatib ham hayotda chiroyli kelishuv bilan oilaviy nazoratlarni bo'lishib qoidalar bilan chiroyli kelishgan bu normal ekan o'zi nobodoga aytib qo'yyapman endi hozir masalan bunaqa manimcha faqat kitobda bo'lsa kerak deb aytishligi mumkin mani fikrimmi aynan shundan nimaga boshlayapman xavotirni pasaytiradi bu narsa ya'ni nazorat qilish misol uchun kelishuvlar asosida kimni vazifasiga kiradi ayolligini his qilishi uchun u ayol nima uchun kuchli bo'layotganini oldin his qilish kerak masalan kelishadi endi haqiqatda qarshimda bir erkak kishi o'tirgandek tasavvur qilaman rostdan ham shunaqa bir jargoncha mimikalari harakatlari o'zim ham cho'chib ketaman bir xil vaqtda lekin o'zim bundoq qilaman harakatlarim ayol kishi bilan ishlash jarayonini aytyapmanda lekin qarang lekin tan olib ayol bo'lgim keldi bugun deb keladiganlar ham bor yo'q emas bu yaxshi bu normal endi kelmaydiganlarga buni sababi oqibati nimalarga olib kelishini aytsak balki shundan xulosa chiqarishlik osonroq bo'ladi o'zi sababi moddiyat bilan bo'lishi mumkin o'zi ko'p bizani statistikada moddiyat ya'ni man nazoratni kuchaytirsam moddiyat qo'limda bo'ladi bu властьni bergisi kelmaydi uni tagida boshqa muammo bo'ladi ya'ni bu uni xohishlari lekin uni tagida bitta muammo shu narsani ushlab turgan bo'ladi
Bu o'sha boyagi nafs bilan bog'liq. Agar hozir mana buni bersam, anu kamayib ketadi. Mana bunaqa bo'ladi. Bular erkin o'z xohishiga ko'ra boyagi aytgandek Turkiyaga yoki boshqa joyga sayohatga ketib qoladi. Endi qarang. Shuni yig'ib bir kun shu pullarini sichqon yeb qo'ydi. Bo'lgan voqea. Endi qarang, o'zi pulli ham texnikalari bor, chiroyli ma'noda. Ya'ni siz buni to'g'ri ma'noda yaxshi niyat bilan mana buni ota-onam mana joyga borib kelsin. Masalan, endi qaynanalar shu to'plangan pulni men orqalab olib ketarmidim. Bolalarim ikkitasi bunga borib kelsin, mana buni bo'lib bering, mana buni bundoq qilib chiroyli qilib bering deganda odam mana men masalan hozir ayolligimni his qilishni boshladim. Ya'ni kuchli bo'lishga oshiq bo'lgan, o'zini nazoratini bosim ustida harakatini ko'rsatishni boshlagan ayollarimizda bu narsa boshqacha kasallikni olib keladi. Rostdan ham kasallikka keladi u. Ertaga o'zini o'zi aksini faqat erkak obrazida ko'rishni boshladimi, nima qiladi? Hammaga bosim o'tkazishni boshlaydi. Qarang, sabablarini aytyapman. Uni negizida yana bir narsa borki, agar turmush o'rtog'i o'tib qolgan bo'lsa, hamma aybdor. Ya'ni bosim o'tkazish deganda hozir erkakni o'rnida bo'lib bosim o'tkazadi deyapsizmi yo? Yo'q, undan oldin ham boshlaydigan ayollarimiz bor. Yo'q, o'zi erkakni o'rnida tasavvur qiladida, bosim o'tkazib boshlanadi. Hozir xulosa bo'lib qolyapti-da, hamma erkaklar bosim o'tkazadi degan xulosa bo'lib qolyapti. To'g'ri, qarang, mana qarang, bosim o'tkazganda holat har xil bo'ladi. Ayollarimiz to'g'ri aytdingiz shu joyni, ayollarni o'zini qabul qilishiga bog'liq. Xo'jayinim shu joyda menga kuchi yetdi, haqiqatan singdira oldi deydi. Men deydi bir pog'ona pastga tushaman deydi. Rahmatli odamlar aytardi. Yumshoq erkak zo'rdirdilar, lekin bitta jahlini ko'rsatib qo'ysa kerak bu narsadirdilar. Undan ham zo'r. Undan ham zo'rdirdilar-da. Rostdanmi? To'g'ri-ku shu harakatlarimiz. Keyin endi bu jarayonda yana bir ikkinchi tomoni bor. Boyagi o'sha ayolni nazoratida, ya'ni tahlillari ketadi. Mana so'z aytdilar. Bu yuzaki menga ta'sir qilmadi, ketdi, kesishni boshlaydi. Men buni aytib menga nazorat qilmadilar. Bir hafta muhlat berdilar, hech narsa demadilar. Ya'ni erkak kishini va'daga vafo qilgan o'sha nazoratni miqdori bor. Siz uni aytib, yuzaki boyaga aytganingizdek ko'chaga duxi ko'rsatib uyga kelganda pasaytirish holati bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi yechilishni boshlaydi. Rostdan ham bor narsa bu. Men o'zi xo'jayinimlarga aytaman, adasi, bitta ikkita anaqalaringizdan rostdan ham maza qilar ekanman, sal o'zimni jilovlab olar ekanman deyman. Kerak ekan shu narsa. Uni bildirish ham yaxshi narsa ekan. Qarang, masalan bildirganimda nima sezdingiz shu paytda desam, aytadilar, qanaqadir boshqacha bo'ldim, yana ham bir faqat me'yorda bo'lsin, yana oshib ketib qolmasin deb hazillashib qo'yadigan joyimiz bo'ladi. Endi keyingi yana bir harakatda bu narsa sizni ko'rib turgan farzandlaringizga ta'sir qilishni boshlaydi. Agar boyagi ayol obrazida ketayotgan nazorat bo'ladigan bo'lsa, siz aytgandek erkak kishi qo'rqib ko'chaga chiqadi. Uydagi bosimmi, uydagi harakatlardan uyalib ko'chaga chiqadi. Onamni nazorati bugun meni juda ham yomon ahvolga olib kelyapti deydi. Ichida bu narsa va uzoqlashishga olib keladi. Masalan, endi nima qiladi? Bu narsani noto'g'ri solishtirish orqali ayolidan noto'g'ri talab qilishni boshlaydi. Normal ketayotgan ayoli u harakatda buni kamchiligi bilan, qaynonani kamchiligi bilan yoki o'sha ayoli kamchiligi bilan pasayib buzilishni boshlaydi. Demak, bu yerda solishtirish ketadi. Solishtirish o'zi qaysidir ma'noda ijobiy tomonga natija ham beradigan holati bor, salbiy harakatni ko'rsatadigan jarayoni bor. Endi solishtirish natijasida ketgan bu harakat qaynona kelin o'rtasidagi boyagi kelin nima qiladi? Demak, erim qaynonamga o'xshamaslik uchun agar farosati yetsa, shuni harakatida bir narsani menga yechim qilib beryapti deydi. Agarda ishlamasa, bu narsa nizoga olib keladi va to'qnashuvlar asosida ketdi. Yo ajrimga yoki o'sha boyagi konfliktlarni ko'payib borishi, baqir-chaqir yoki qaynona kelin o'rtasida negiz bilan bog'liq bo'lgan harakatlar o'zi asli nima bilan edi va bu nima vaziyat bilan to'xtashni boshladi. Endi tahlillarimiz hozirgi kunda agar aniqroq statistikani aytadigan bo'lsak, masalan, ajrim bilan bog'liq bo'lgan Toshkent shahridagi o'sha 60% siz aytgandek erkinlik shaharda, masalan, erkinlik va haddan tashqari o'sha me'yor tushunchasida ba'zi bir narsani telefondagi narsalarga solishtirib qo'yish, filtrlangan hayotda. Masalan, bizni yaxshi ko'rib, juda ham havas qilgan o'sha san'at sohasidagi insonlarni orqasida ancha muncha
muammoli vaziyatlari ko'p. O'shaning uchun ani bitta qo'pol bo'lsa ham shu nimani aytaman. Tovus chiroyli bo'ladi, lekin orqasi ochilib qolganini bilmaydi. Ya'ni o'sha narsaga bizni boshqa formula bilan qarab ko'rib, u narsani to'g'ri solishtirishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu kelinlarning o'rtasida ham chiqdi. Masalan, shu solishtirish orqali gapirish erkak kishini o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirib tashlaydi. Ya'ni tashqi muhit bilan siz menga buni qilib bermadingiz, siz menga buni olib bermadingiz yoki bo'lmasam siz bugun men xohlagan ehtiyojimni qarang, men qanaqa zo'r qilib qo'yibdiman bu erkak kishi, siz shuni qila olmadingiz deyish bu agar chiroyli kelishuv bilan to'g'ri ma'noda sog'lom fikr almashinsa natija berishi mumkin. Hozirgi versiyasi turpoylik. Agar boshqacha tomondan boriladigan bo'lsa, bu boyga o'sha kasallikka olib keladi, ajrim ko'payib ketadi. Lekin qishloqdagi yoshlarni, oilani agar holatga, statistikaga solishtiradigan bo'lsak, u yerdagi ayollardan o'rganadigan narsamiz ham ko'p o'zi aslida. lekin odam sifatida ko'rinmaydi. Odam sifatida agar to'g'ri aytyapsiz, bu tomonini olinadigan bo'lsa, lekin ular shaharga kelib ba'zi bir cheklovlarni birdaniga erkinlik bilan bergandan keyin shubha tug'dirib qo'yishyapti-da. O'sha viloyatda qaynonasi, qaynotasi bu yerga kelgan erklik, boshqa o'sha tushunchalarni agar bular qoidalar asosida o'zaro kelishuv bo'lsa, demak bu ham nizoli. Birdaniga paydo qilish bu infarktga olib kelib qo'yish kerak emas-da qaynotani. Bolamni aynatib, kelinim hamma yoni rasvo qilibdi. Nimaga meni bunaqa kiyintirib qo'ydi, bolamni deydigan qaynonalar ham bo'ldi-da. Zilolaxon, meni bolamni shunaqa bir rasvo holatga olib kelib qo'yibdi. Yo'q, normalniy katta bir erkakni nazorati qanaqa bo'lishi kerak ona tomonidan? Men shunga tushunmayman. Mana bunaqa narsa. Mas aytsam, katta bitta erkakni oila boshlig'i, 3 ta bolasi bor, deylik jamiyatda o'rni bor, nufuzi bor, odamlar eshitadi, tinglaydi, lekin oilada o'rni yo'q. Qanaqa shu chegara qayerda bo'lishi kerak? nazorat degan narsani ikkinchi nomi bor-da, javobgarlik degan. Biz o'shani tanishtirmasdan faqat nazorat deb tanishtiramiz. Nazorat debman, boshqaruvi orqasida javobgarlik bor. Demak, agar erkak kishi yoki qaynona boshqaruvi olyaptimi, men boshqaraman, men aytganim bo'ladi, men bo'ladi deyaptimi, shu oiladagi hamma narsani javobgarligini o'sha odam olishi kerak. Eshik kechqurun taqillab ketdi. Eshik taqillab keldi, musorga pul so'rab kelishdi, yarim kechasi kimdir daqillatib bostirib kelyapti, o'g'ri tushyapti, palonchi kasal, marhamat. Kim boshqaruvni olmoqchi bo'lsa, javobgarlikka rozi bo'lsin. O'shaning uchun o'g'illarni ham o'sha uyda xotin ham talashadi-yu boshqaruvi yoki men qilaman. Marhamat, siz javobgarlikka tayyor bo'lsangiz boshqaring, qaddiy zo'ring. Men bir marta turmush o'rtog'im bilan nimandir ustida, yo'q, men unaqa emas, meni aytganim bo'lsa, mana shunaqa bo'lsa, bunaqa mediani ustidan juda qattiq anaqa bizani senzuramiz bu kishim. Hamma narsani u kishi tekshirib beradi. Masalan, siz tashlasangiz ham birinchi muharrir qizlar ko'rib chiqadi. Ular kesgandan keyin bu kishim ko'rib chiqadilar. Agar ular yo'q desalar chiqmaydi shu narsada. Shunaqa qildilar. O'sha menga yoqdi, normalniy-ku desam ham yo'q deb yuborildi. Oxiri aytdilar, bo'ldi, marhamat dedilar. Men seni umuman mana shu joyingdagi boshqaruv komandangdan chiqaman, guruhdan ham chiqib ketaman. Ol, boshqa o'sha muharrirlaring qilaversin, boshqa hech ham aralashmayman dedilar. Ishonasizmi? Mamita nitomasmikan, mana narsa mamita bormikan, aniq degan o'ylov boshlandi. Javobgarlik 100% o'zimga o'tgandan keyin vobshe chochilib ketishni boshladim. Uzr so'rab, qaytadan qilib bering debdi. Xuddi shunaqa erkak kishini boshqaruv qildimi? Alloh o'zi shunaqa qildimi? Demak, unga javobgarlikni juda ko'pini yukladi. Agar ayol kishi men javobgarlikni olaman deydigan bo'lsa, hamma chiqib keladigan barobardan keyingi natijaga rozi bo'lsin. Masalan, qaynona boshqaryaptimi? Xotin o'rtasida muammo chiqsa yoki o'sha eri, o'g'li shunda borib ikkinchisiga uylanib olsa, oson javobgarligini ola olmaydi. Chunki butun boshli shaxsiyat ustida gap ketyapti. Yo, bolalarga yo'q, olib chiqmaysiz poliklinikaga dedi. Keyin o'sha bolalarning kasalligi undan og'irroqga o'tib ketdimi? Qo'l sinib kelgan siniqchiga olib bordimi? Keyin o'sha suyak qiyshuv bo'lib, qiz bola narsa butun umr erga tegishda muammo bo'lishiga javobgarligini olsin. Hech qachon hech kimni ayblamasdan, ha shu meni aybim deb tursin, qaddini ursin. Olmaydi-ku. Boshqaruv olayotganda javobgarlik o'rtaga qo'yilishi kerak. O'shaning uchun o'g'il bola ham javobgarlikka
berib katta qilinganda ertaga u boshqaruvi mana shu narsalarni bilaman va mana shu narsa shunaqa bo'lmasligi uchun oldini olishni bilaman, shularni hisobga olib shu natijaga borib qolmaslik uchun harakat qilaman deb katta bo'lsa boshqaruvni oladi. Endi siz aytgandek ona hammasini olganmi, erkak kishiga bermayaptimi? Aslan erkak kishi ham olaman deb yana harakat qiladi. Bitta nojo'y bor, onalarda, otalarda knopkani bosib turishadi. Knopka bosish degan qoida borda psixologiyada. Masalan, bo'ldi ona, men bundan keyin ro'zg'orimni o'zim qilaman, boshqa aralashmay turavering. Kuchim yetgancha olib kelaman. Go'sht olib kela olmasam, o'rniga tuxum olib kelaman. Mol go'sht, qo'y go'sht olib kela olmasam, tovuq go'shti bilan ham boqaman. Men roziman javobgarligiga, mana shu tarafiga, qila olmaydigan narsalarimga eplashga roziman. Faqat boshqa ro'zg'orni olmayman, qilaman. Jitchi sizlardan nima? Men shuni qilib ketgunimcha, siz qiladigan bozorlik o'ringa chiqqunimcha sabr. Men duo qilib turinglar. Qani bitta ko'ring, qila olmasligini demanglar-da. Duo qilinglar, men olaman shuni dedi. O'sha paytda to'g'ri aytasan bolam, to'g'ri aytasan. Hech kim hech narsa olmaganida, otang qilmaganida qilgan onang endi kerak emas-da. Knopka bosish. Bosadi. Yoki bo'lmasa bo'ldi bolam, bo'pti, xo'p. Shunaqa endi sizlar psixologsizlar, katta odam bo'lib ketgansizlar. Biz endi qaridik-da. Knopka bosadi. Knopka bosganda anuni maqsadi, rejasi hammasi dang bo'ladi, orqaga shipoq qaytib, men onam rozi qilishim kerak degan, yana A nuqtaga qaytib qoladi. B nuqta yo'qda, bermaydi. O'sha paytda erkak kishi shundoq kechib, bo'ldi, knopka bossalar bosaversinlar. Bu ularning knopkalari, men bularga qaramayman. Xotin kishini ham bosadigan knopkasiga qaramayman. Ketdi shu natijamga deyishi uchun unga ustoz kerak. Agar mana shunaqa boshqaruv, boshqalar hech narsa berib o'rgatilmagan oila bo'lsa, bolaligidan erkakda yo'q-ku ssenariy. Erkak hukmronlik qiladigan, erkak kishi bittani qiladigan yoki yaxshi gapirib turib ham hamma narsani hal qilib qo'yadigan ssenariy ko'rmaganmi? Marhamat qilib ustoz olsin. Borsin birorta o'sha ishxonasida bo'ladi, okaxon, yo bo'ladi, anta o'zini shofyori kerak bo'lsa, ustozoda ustoz bo'ladi. Shunaqa insonlar yoki iltimos qilgan bo'lardi. Mana shunaqa bir erkaklar uchun ham kurslarga harakat qiladi. Talab yo'q, taklif ham yo'q. Chunki erkaklar hammasini men bilaman deyishadi ko'pincha. Shuning uchun taklif yaratilmaydi. Erkaklarga kurs masalan biz ham qilmaymiz. Chunki olib kelinglar, o'g'linglarni olib kelinglar, turmush o'rtog'inglarni o'tib ketsa, kelmanglar-da deyishadi. Marhamat, yo kurslarda o'qisin shu narsalar ustida yoki bo'lmasam o'sha ustoz sifatida birorta insonni tan olib, shu odamdan yo'l yo'riq so'rab, maslahat olib rivojlanish kerak. Chunki endi u modelni faqat o'rganib tashqaridan olib kiriladi miyaga. Miyadagi borni ishlatib bo'lmayaptimi? Birdaniga shaq etib o'tib ketmaydi hech kim. O'sha nimadir ta'sirlantiradi, qaysidir film ta'sirlantiradi, qaysidir o'rtog'ini hayoti ta'sirlantiradi-da, erkaklar odatdan bitta yo'q, boshqa bunaqa qilmayman deydi, o'zgarib ketadi. Lekin o'shanda ham o'zgartirib bo'lmaydigan muhit bo'lsa, marhamat ustoz olsin. Marhamat konsultatsiyalar olishdan uyalishmasin. Nimasi ayb? Nimasi ayb? Yechim topilmayotgan paytda borsa qilinadi-ku. Masalan, shaxsan men Zilola opam ham shunaqa bo'lishlari kerak. Anaqa qilib aytaman. Shaxsan men shu diniy tarafdan javob berish kerak bo'lgan nuqtalari uchun o'sha ilmni oldik. Meditsina tarafdan javob berish kerak bo'lgani uchun meditsina tarafi o'rgandik. Tabobat tarafdan javob berish kerak uchun u tarafni o'rgandik. Va oilani har xil rakursdan o'rganish uchun har xil psixologiya yo'nalishini o'rgandik. Biz ham o'sha narsalarni polni o'qib chiqqandan keyin tajribalimiz, yashab o'tgandan keyingina emas. Shunaqa ekan, demak, buni unaqaga bilimi yetmaydi. Bu kasalliklarni tushunmaydi deyish kerak emas, balki borib ko'rish kerak. O'shandan keyin o'ziga o'zi yordam bera oladi odam. Shu narsa boshqaruv teng javobgarlikka. Erkaklar shuncha javobgarlikka ko'ngandagina ular boshqara oladi. Javobgarlikka ko'nmagan erkakni hayot o'zi shundoq pastga tushirib, javobgarlikni olishni biladigan odamni tepaga chiqarib qo'yadi. O'shaning uchun ayrim oilalarda o'g'il emasdek, kelin ko'proq qadrlanadi ham. Chunki ko'p narsani javobgarligini muammomi hal qilamiz. Javobgarlik degani muammomi hal qilamiz. Shu muammo, voy, nima ham bunaqa muammo, nima ham bunaqa qildilaring, sen aybdorsan, sen aybdor. Bu javobgarlik olish emas. Bu to'nkash. Javobgarlik oladigan odam nimadan bo'ldi, kimdan bo'ldi ham demaydi. Qanaqa hal qilishni o'ylaydi, bo'ldi, hal qilamiz. Men borman-ku, hal qilamiz. Men bunaqami? Hal qilamiz. Bo'ldi. Mana shu odamni avtomatik oila shundoq qilib rahbar qilib qo'yadi o'zi.
o'shaning uchun ayniqsa erkak kishini muammo sanab o'tirishga, aybdor qidirib o'tirishga emas, yechim topishga o'rgatish kerakda. O'shanda u avtomatik boshliq bo'ladi. Hozir menda umumiy xulosa bo'lyapti. O'zi oilalarning tanazzul'iga erkak aybdor degan fikr deydi. Men bularga ko'pincha gaplashganda aytaman. Ya'ni 100% miqdorda mana shu oilalar ajrashishiga yoki oilada erkakning o'rni bo'lmasligiga erkak aybdor deb yurardim shu bugungacha, hozirgacha. Xulosa qildimki, o'rnini yaratmagan hammada ayb bor. Keyin yana bir xulosam bo'lyaptiki, siz bir intervyuda musulmon odamga psixolog kerakmi desa, musulmon odamga kerak, mo'min odamga kerak emas degan javobni bergansiz. Men shu gapga anaqa bir qo'shimcha paydo bo'lyapti. Mo'min odamga psixolog kerak emas ekan, rostdan ham, lekin atrofida hamma mo'min bo'lish kerak ekan, kerak emasligi uchun. Chunki siz tushunmagandan keyin tabiiy kerak bo'ladi sizga. Chunki izdan chiqarib tashlaydi haliga anaqalar. Yoki siz ayro yashashingiz kerak, yoki butunlay hammani isloh qilishingiz kerak. Ya'ni islohga sababchi bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Shu nuqtai nazardan. No, qaynona haqida aytdingiz-ku boshda o'zi qanaqa bo'linadi? Mana hozirgi kunga kelib ko'pchilik qaynanalar yaxshiroq bo'lyapti deyishyapti-ku. Qaynanalar yaxshiroq oldingilardek emas. Mana aytishadi, men o'g'limni uylantiraman, shunda alohida chiqarib qo'yaman deyishadi. Yoki kelganda qaynanalardan, kelinidan shikoyat qilayotganda so'rasangiz, kelin qilib olganingizdan keyin oilani, tartibni, boshqalarni o'rgata olganmisiz? Siz yo'q, men 2 haftada ishga chiqib ketganman deyishadi. Aslan kelinga qaynona ustoz o'laroq kerak. Xotinlikni o'rgatadigan inson emas, ustoz bo'lib kerak bo'ladi. Qanaqa? O'sha uy tutumi, nima bu uyda qanaqa? Chunki hammani uyida osh har xil pishadi. Bizani uyimizda osh bunaqa pishadi. Va sizni eringiz, meni o'g'lim mana bunaqa oshni yaxshi ko'radi. Oshni shakarob bilan emas, mana bunaqa narsa bilan yeydi. Kabi narsalarni ogohlantirish etish va ko'rsatish, tartibni o'rgatishi kerak. Chunki butunlay boshqa muhitdan boshqa muhitga keldi-ku. O'shaning uchun keyin uni o'rgatib, yonida turib, qilayotgan narsalarda yordamlashib, o'zini shu narsaga mustaqil bo'lguncha o'rtacha 6 oy 1 yil ketib qoladi. Hozirgi qaynanalar aytishadiki, shu men alohida chiqarib yuboraman. Men shuni so'rayman, bu kelin masmashasi va javobgarlikdan qochishmi yoki rostdan ham siz mustaqillik o'g'lingizni mustaqil tarbiyalaganingizga ishonasizmi? O'sha paytda so'roq tushib qoladi. Ya'ni ko'pincha bu shunaqa bo'lib qolyaptiki, shu javobgarlik kerak emas-da, shuning uchun alohida yashab bilganini qilsin. Menga tashvish kerak emas. Yo'q, o'g'il shunaqa tarbiyalangan bo'lsa-ki, o'ziga royil oyi bo'ldi, hal qilamiz degan va hal qilib kelgan. Oyi bo'ldi, nima muammo? Tog'oringizmi? Bo'ldi, hozir degan, hal qilib bergan. Oy nima? Mana bo'ldi degan hal qilgan. Bu o'g'illar bundan to'g'ri tarbiyalabman, ishonaman, xotini bilan ham o'zi murosa qilib yashaydi deb alohida chiqarib tashlash to'ydan keyinoq mayli, balki to'g'ridir. Lekin biz kafolat bera olmaymiz, shu kelin ham aqli raso hammasi joyida, sog'lom oilada katta bo'lgan, egoist emas, yon berib yashashni biladi, faqat talab qiluvchi emas. Berishni ham biladi, diligiga kafolat bera olmaymiz. Shu nuqtalardan oldin tekshirish kerak, ko'rsatish kerak. Agar haqiqatda bu aytganlarimizni ziddisi bo'lsa, hammasini hisobga olib ketyapti yoki ayrim xatolar qilyapti, lekin o'g'lini o'zi ham tartibga sola olyapti, bo'ldi, o'yindan chiqsa bo'lar. Bo'ldi. Lekin qaynona baribir mana shunaqa bir narsalarda ustozlikda tinchlantira olishdi. Bu hech narsa emas, mana qala qilib ketasiz kelin poshsha deb turishda, yaxshilik bashorat qilishda qaynonalar ustoz vazifasida kerak. No, biz ularni to'liq chiqitga chiqara olmaymiz-da. Men o'ylayman, qaynona kelinlik bizda o'zbek millatida qadriyat. Qadriyat degani yillab turgani uchun oila strukturasi mustahkam. Qaynona rostdan kerak. Qaynona o'sha dovdiragan vaqtingizda, yoningizdagi odamni tushunmaganingizda, qo'rqib ketganingizda, bo'ldi, ketdim degan qarorlar chiqarayotganingizda qaytarishga, o'sha paytda farzandlarni katta qilayotganingizdagi asab chidamay qolgan paytlarda asab chidab sizga yordamlashishlarda va sizni mahalla ko'yda kerak bo'lsa sizni g'irang deb yomonlaydigan o'zingizni ota-ona, oila a'zolaringiz oldida ham yo'q. Sizlarning qizinglar shunaqa bo'lsa kerak. Meni kelinim unaqa emas, meni ayjonim shunaqa derdilar. Sizlarning qizinglar shunaqa bo'lsa kerak, ha. Meni kelinim unaqa emas lekin derdilar. Даже uydagilarimiz oldida. Endi bu sal mashina o'qib ishlagan qilib qolmaganda desalar, shu gapni aytganlarda, aytardilar o'zimizga ham. Sizlarni kimdir yomon desa, yotib olib olishaman.
mani kelinlarim birov yomon demasin, chunki sizlardan mani bolamni bolalari qoladi, sizlarni birov yomon desa o'sha tamg'a mani bolalarimni bolasini naslida qolib ketadi. O'shaning uchun men sizlarni qo'ni qo'shniga hech kimga yomon tegizdirmayman. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Birovga bu ishini yomon demanglar, chunki bari aylanib o'rgilib kelib o'zinglarni bolalaringlarga tegimda pechat bo'lib qolib ketadi derdilar-da. Mana men aniq bilaman, oilani sirini saqlash, hamiyatini saqlashni men qo'shnilar darajasida, uyga kelgan xolajonniga gapirib bermaslik darajasida yetmagan kuchim. Mana shu kishi janjal bo'lib turgan ustiga kirib kelgan opa kim nima qildi desa ham, yo o'zimiz gaplashamiz, turing kelin poshsha choy damlang deb yurib muhofaza qilib berganlar-da. Shu nuqtalarda aytamanki, haqiqatda aqlli qaynana yoki qaynalaringni uddalagan, yaxshi qayna ko'rgan, ustoz ko'rgan qaynanalar haqiqatda oilaning sirini muhofazasi, naslni to'g'ri davom etishi, kelinlarni hovurini bosish, o'g'il bilan kelin o'rtasini isloh qilishda mana shuni o'zini qizim yoki o'g'lim endi hamma shunaqa bo'ladi deyishdi kerak. Biz er-xotin urushib qolsa ajoyib qilardilar. Yig'lab, dotlab tursaki, bo'ldi deb eng yonayotgan odam tarafiga o'tib meni olib chiqib ketib aytadi, "Jon bolam, nima bo'ldi? Ayting." Mana shunaqa bo'ldi desa, quribgina ketsin. O'zi erkak zotichi, shunaqa ichi xora xalq bo'ladi. Mana shunaqa yig'ib turib bang'illatadi. Hamma erkak shunaqa, ichingizga olmang. Mana menga ayting, menda siz eshitadigan. Siqilmang, bo'ldi. O'zingizga qarang, tinchlanib oling, o't-bo'tga chiqib kelamiz. Hozir bozor bormoqchi edim, menga sherik bo'ling deb masjiddan chalg'itishga harakat qilardilar. Ovqatlanishga o't-bo'tga olib borib kelardilar. Shunda men eshitardim bir ikki marta. U yoqqa bor, "Jon bolam, Absamajon, o'zi xotin zoti shunaqa bo'ladi. Hech qachon rozi qila olmaysan. Nima qilasan? Siqilib bo'ldi, o'ylama, men borman-ku. Xotining masalasida men borman. Endi sekin kirginda, bor chiqib ketganda, kech paytda narsa ko'yniga yoqadigan ko'tarib kel. Gaplashib ketasizlar, dirdilar-da. Shunaqa qilib ikkita tomonni bizani hech kimni yonini olmasdan bostirib beradilar. Men eslolmayman biror marta eringiz ham haqda kelin poshsha, eram bunaqada deganlarni. Lovullab turganda o'z psixologiyada ham insonga rad berish mumkin emas. Rad bermasdilar hech qachon. Shunaqa qilib bizaga murosa berganlar. Men bitta meni qaynonam shunaqa qiladi deb o'ylamayman. Juda ko'p qaynanalarda bor bu narsa va bizga bu narsa kerak. O'shaning uchun bizda qadriyat. Va men bitta juda ham xafa bo'ladigan joyim bor. Bunga ustoz aytib beruvdilar. Kelinlar qo'zg'oloni spektakli kinosi asari Said Ahmadga spesialni siyosiy bosim ostida mentalitetdagi eng chuqur qadriyatni buzish uchun zakaz qilingan. Birinchisi что yumor orqali zo'r kiradi, ikkinchisi bu narsalar hammani ongiga kirib ketish uchun bir kunda necha mahallab teatrlar qo'yilgan ekanda. Chunki aytilgan, o'sha ekspertiza jo'natilganda Rossiyadan O'zbekistonga oila strukturasining bunchalik baquvvatligini sababi topilmagan ekan. Nima uchun? Bitta qiz hamma narsaga ko'nib yasha oladi deyilganda shu qaynana kelinni insoniy munosabati topilgan ekan. Ya'ni ikki xat bo'lsa insoniy munosabatda avaylaysiz-ku, avtobusda bitta ikki xatni ko'rsangiz javob berasiz kerak bo'lsa, sizga hech kim bo'lsa ham o'chirtib berib yuborasiz. Shunaqa qilib insoniy munosabatda kelinni avaylab ikki xat bo'lib qolgan uchun uyini sog'inib yig'layapti. Qanaqa qilib insoniy munosabat qila olmaysiz? Insoniy munosabat qilib, "Jon bolam, borib kelasiz, necha sabr qilib turing" deb insoniy shafqat evaziga qayni kelinchilik shakllangani uchun bizda bu qadriyat bo'lib ketgan ekan. Ana o'shani buzish uchun spetsialni buyruq berilib, mana shu sistema ishga tushirilgan va o'shandan beri bizning lug'atimizga qaynana, ana urg'uli, udareniyali so'z kirgan. Ungacha ona va kelgan kelin deb aytilavergan ekanda. O'sha paytdan buzilish bor xolos va o'shaning uchun biz hamma yomonliklarni, hamma iflosliklarni, hamma anaqani shu ildiz ostiga olib kelib qaynana deb nomlab qo'yaveramiz. Unaqa emas. O'sha hamma sifat boshqa odamda ham bor, kelinda ham bor. O'shaning uchun aytgan bo'lardim, qaynonaning qadriyatligini ushlab qolish kerak. Ming kelinki yo'q, alohida yashasin deymizmi, uni chegarasini buzmasin deymizmi, balo deymizmi, battar deymizmi? Qaynona kelinchilik qadriyat, ya'ni insoniylikda u menga bakar keladi, men unga bakar kelaman. Uni davleniyasi chiqqanda yugurib kelib o'lchaydigan, doktor chaqiradigan o'sha kelin. Homilador bo'lsa, boshqa bo'lsa, kasal bo'lsa, bolalarni olib qoladigan o'sha qaynana. Baribir shu tizim qolishi kerak. Ming alohida yashasa ham qolishi kerak. Biz buni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Yangi kirayotgan mustaqillik deb, yangi bizga kirib kelayotgan o'sha shaxsiy chegaralar deb biz buni yo'qotmasligimiz kerak. Chegara qadriyatlarning ustiga qurilganda go'zal. Agar insonni egoizm ustiga chegara qo'yilsa, hamma qadriyat yo'qolib ketadi. Meni haqqim, siz erim bo'lsangiz ham bu meni haqqim, siz daxl qila olmaysiz desa, erkakni shunday boshqaruvchilikdan tushirib tashlash mumkin.
yoki bo'lmasa qaynonam menga aralashmasin, bu mani chegaram, xohlagan kiyimimni kiyaman, qaynotam aralashmasin desa, bu вообще qadriyat sindirib tashlash mumkin. Chunki o'sha mahalla ko'yi boshqani o'sha kelin kiyayotgan kiyimga nomutanosibligini o'sha kattalar biladi. Prosta insoniy munosabat qurilsa, boyayotgan kasalliklarimizdan tozalab munosabat qurilsa, bu вообще chiroyli va super bo'ladi. Kerak bizga shu narsa. To'g'ri. o'zi mana Yaxshi qaynona chiqadi. Xudo xohlasa. shogird Bir dam sifatida qaynona kelish chiqadi. kerak kelin va uni ustoz sifatida qabul qilish kerak qaynona deyapti-yu. Sog'lomida. Sog'lomida. Xo'p, mana ko'pincha, ya'ni ko'pincha ham demay, uchrab turadi jamiyatda konkurent sifatida qabul qiladi, ya'ni kelinni. O'zi mana shu konkurent sifatida qabul qilishiga onani eri aybdormi yoki qaynonasi aybdormi yoki bog'liqlik juda ham ko'pmi? Endi bog'liqlik ko'p. Ko'proq bog'liqlik. Masalan, aynan shu harakatlar o'zi qaysi fikrga bog'liq. Negizida o'sha fikr, kelayotgan fikr kimga? Erigami, qaynotasigami, o'zini o'tmish bilan bog'liq. Kimlarga bog'liq bo'lgan o'zi aslida. Shunga mos bitta shu joyda o'zi yozilganda, o'zi yechim sifatida hamchi o'zi mana har bitta holatini ko'proq ochib berishga harakat qildik. Kimga, nimaga deb qidirishimiz hozir menimcha sal boshqacharoq bo'ladi. Faqat shunchaki oddiy so'z bilan 20 ga yaqin qoida bor. 20 ga yaqin. Shunchaki ochib o'qiladi va bo'lishinadi bu narsa. Va shuni o'zidan tegdi negizida o'sha fikr bog'liqlikmi, nimadanligi va kimga nisbatan o'sha oqimga qarab ketayotgani aniqlanadi. Shu bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni insonni o'zi tez va oson texnika deganda o'tmishdagi qadriyatni olib qolamiz hozirgi aytganlaridek. Faqat sog'lom bo'lsagina shu qadriyatni usti omonat bo'lmaydi-da, u buzilib ketmaydi haqiqatdan ham. Misol uchun o'sha qaynonam menga shunaqa bosim qilgan edi yoki bir shunaqa hamma narsani nazorat qilgan edi, endi men ham shuni emas-da. Hozir buni resursi sog'lom fikrlashga yetadi-yu, to'g'rimi? Hozir yetadi. Men hozir shu vaziyatdan kelib chiqib, demak, qaynonam balki kasal bo'lishi mumkin, balki o'sha paytda turmush o'rtoqlaridan keyin shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Balki meni hozirgi holatimda agar men noto'g'ri tahlil qilsam, men ham hozir shu xatoliklarni qaytarishim mumkin. Hozir men qaysi hayotni tanlayman? Mana yechimga tezroq o'tishimiz uchun. Va yana bir marta aytaman, hozir aytishga uyalayotgan bo'lsanglar, bizani ko'rayotgan o'sha ekran qarshisidagi kelin bo'lishi mumkin, turmush o'rtoq bo'lishi mumkin, yoshlar bo'lishi mumkin yoki hali ham tepasida qaynona qaynotasi bor, o'zi ham qaynona qaynota va kelin bilan shunaqa vaziyatda bir narsani ochiq ayta olmayotgan holat bo'lsa, eng zo'ri shunchaki o'tirib gaplashish. Vaziyatga qarab erkinlik bilan uydan chiqib ketib gaplashish, misol uchun. Bir qanaqadir bir narsani hadya qilib turib, kechirim bilan boshlanishi mumkin. Faqat u insonni tan olinishiga bog'liq. Vaziyatni tan olish. Men bugun tan olaman, haqiqatdan ham mana bu musurlarim bor. Mana shu yomon odatlarim bor. Men haqiqatdan ham zulm qilyapman o'zi. Shu sog'lom harakatlarim menda o'zi kamayib ketayotganini sezyapmanmi? Kasalligimni sezyapmanmi? Hozir shuni oldini olishim uchun baribir menga kim kerak bo'lishi mumkin? Masalan, farzandim kerak bo'lishi mumkin, meni kelinim kerak bo'lishi mumkin, meni turmush o'rtog'im. Lekin nazoratni kuchaytiradigan harakatlar agar kelishuvlar asosida bo'lmasa, demak bu og'ir toshni ko'tarib yuraveramiz-da. Har kim o'sha sudrab ketayotgan toshini og'irligini kimgadir ko'rsatib kuchliligini his qildirish emas, balki bugun vaqti kelgandir shu narsalardan uzilish. Keyin yana bitta mavzu haqida yozib qo'ygan edim, gaplashamiz deb, aynan shu mavzuga taalluqli kichkinagina mavzucha. Qarindoshchilik o'rtasida nikohni oldini olish. Bugun juda ham baribir bunda ham ko'plik bor desak bo'ladi, chunki qarindoshlarimni o'rtasida rishtalar uzilmasin, shu oqibat yo'qolmasin yoki qarang qo'sh tirnoq ichida mana shu muammoli vaziyatlarimiz shu chegaradan chiqmasin deb farzandlarini majburlab o'zini qarindoshlariga oila qurdirishga, ya'ni shunaqa majburiyatlar ko'p demoqchiman. Bugungi kunda aynan o'zimizga hozir asosiy
bitta chiroyli chegara qo'yadigan bo'lsak, chiroyli ma'noda, o'sha chegarani ichiga mani yoshim nechida hozir? Bu yoshim bilan hozir men bu yog'iga nima resurs bilan nima harakatlarimni to'ldira olmayman? Va bu to'ldirmoqchi bo'lgan resursim mani manfaatim bilan, bu nafs bilan emasmi? Bu bir hasad bilan emasmi? Ya'ni sog'lom fikrlashni xohlagan, ruhiy immunitetini to'g'ri ma'noda ko'taradigan inson, ayol, qaynona, kelin hammamizga taalluqli. Va shu joyda o'ziga bitta mazza qilib, balkim aytishar hozir bizani ko'r. Yur xotin, oyisi, adasi, yuring bir lichina olib kelaylik. Deysa biz ham xursand bo'lamiz. Bizga ham zo'r terapiya bo'ladi mana shu. Bilasizmi? Rostdan ham terapiya bo'ladi bizga ham. Va eng asosiysi o'sha bolalarini tushunishi, boshlashi. Nazoratni tegida yana bir ayol kishiga bir ustoz aytgan edilar. Nazorati kuchaygan ayolni harakatini negizida juda katta sinish bor deganlar. Juda ham katta xavfli sinish. Va bu sinish o'sha yo'qotishga, voz kechishga kerak bo'lsa, o'sha boyagi og'ir kasalliklarni paydo bo'lishi, vujudga kelishi va kasallik bilan olamdan o'tishi. Endi agar e'tiqod bilan dinga bu savollarimizni tashiydigan bo'lsak, inson o'ylash kerak. Biz qaysi amallarimiz bilan ketamiz? Nima olib ketamiz aslida, to'g'rimi? O'zi yig'ayotgan narsam kimga kerak? Boyga aytganimdek yig'ib, o'ziga ham nasib qilmasa, unga ham nasib qilmasa, bir sichqonga nasib qilsa to'plagani. Shuning uchun rizq Allohdan, rizqi ichiga ilm, harakatlarimiz, bugungi suhbatimiz, sizlarni gurunginglar, hamma narsa kiradi, lekin asosiysi shu mavzuni ichidagi bo'lakchalarni to'g'ri tanlov qilib olishimiz. Men har doim aytaman, bugun ham aytaman, haqiqatdan bu gurungi ichida men o'zim ham ochildim, to'g'risi, haqiqatdan maza qilaman. Boya o'sha yordamchi shogirdim bilan o'tirib, efir boshlanmasdan oldin mana shu joyda tashqi muhitda ko'p o'zimga chegara qo'ygan joylarimni ochganman. Menga juda ham chiroyli suhbat bo'lgan va menga yechim ham bo'lgan va shu kamchiligimni hali yana to'ldirishim kerak bo'ladigan harakatlarni hozir ham mana davom ettirishga imkoniyat bor. Xulosa sifatida agar xulosa qo'yadigan bo'lsak, bugungi gurung suhbatimiz barcha oilaga chiroyli gurung bilan sifatli, sog'lom va ruhiy immunitetni ko'taradigan o'sha gurung mavzusini ochib bersin, yechim bo'lsin inshaalloh. Agar kommentariyada bizga nisbatan fikrlar bo'lsa, biz hamma narsaga ochiqmiz. Faqat sog'lom toshlar ochsin. Salbiylarga. Sog'lom toshlar ochsin, sog'lom holatda fikr yuritsin. Qanaqa yechim bersanglar bo'ladi, yana biz mana bunaqa narsa kutuvdik deysa, biz yana harakat qilamiz bu mavzularni kengroq ochib berishga, lekin boyagi nafs bilan, hasad bilan yoki rashk bilan men mana bunaqa qaynalaligimga men kafolat beraman, zo'r ketyapman, Zilola opam noto'g'ri gapirdilar, Muxtasar noto'g'ri gapirdilar deysa, demak bu nosog'lom harakat. Tan olishdan boshlanadi vaziyatlarni yumshashi va qabul qilishdan boshlanadi bugungi o'sha yechim va terapiyani boshlanishi. Bu birinchi o'rinda deb o'ylayman, erkaklardan boshlanadi. Konkurensiyani yo'qolib qolishi, qaynona kelin o'rtasidagi raqobatni yo'qolib qolishi. Shu onam boshqacha qilardilar, bolaligimizda onam ovqatlari unaqa edi, onam boshqacha dazmol qilib berardilar deb e'tirof etaverish avtomatik tarzda kelinda o'sha qaynonaga nisbatan ustoz shogirdlik emas, o'sha raqiblik yoqib qo'yadi. Shuning uchun ona bu ona, xotin bu xotin. Ikkalasining funksiyasi alohida. O'rni ham alohida. Alohida. U inson bergan narsani xotin kishi bera olmaydi hech qachon. Xotin bergan narsani ona bera olmaydi. Ikki xil funksiyali odamlarni bitta nuqtaga jamlashga harakat qilish xato. Agar uni ovqati yoqmayotgan bo'lsa, unda boshqa yechim qilish kerak. Men kecha bitta o'zlariga xotirjam, tinch bo'lgan oilada endi kelib xotinlarni ovqatidan norozi bo'lib shunaqa gapirdilar, keyin men aytdim, kelinglar uyga yordamchi oshpaz olaylik. O'sha oshxona bilan bog'liq hamma ishni qilsin, bolalaringlar ham ko'p ekan, moddiy holatinglar ham bor ekan. Umuman g'am yemaysiz, ko'chada ovqat yeyishdan ham jahllari chiqyapti-da, ko'chada yemaysiz, doimiy bitta dasturxon o'rtasida yeysiz.
voy tavba shuni o'ylamagan ekanmiz deyaptilarda. Mana shunga o'xshash yechimlar, ovqatida muammo bo'lsa, boshqasida muammo bo'lsa, hozirgi kunda hammasini qilsa bo'ladi-yu. To'g'ri. Lekin shuni nuqtab, ta'kidlab, sen shunaqa qilolmaysan, onam hammasiga ulgurardilar. Sen mana bunaqa qilolmaysan, ana bir kuni bittasi aytadi, "Men onam ko'rgan kunlarni ko'rgani yo'q" deydi. Kartasida večno pul deydi. Mana onam bechora qatuvlarni deb turib, mana shunday yig'lavordi-da. Bu onasiga achinish dardida, onasini achintirmaydigan hayotda yashash uchun yashayapti. U xotinini oldida er ham emas hali-da u odam. Yo'q, u bola, o'sha 10 yashar bola holida yashab yuribdi. Nimaga erishsa onasi uchun-da. O'zi taqdirlar har xil-ku masalan. Insonning taqdiri takror bo'lishi shart Yo'q, emas. shunaqa erkaklar bor. Onasidek bo'lmagani uchun ayolga qadr bermaydi. Onasi mashaqqat ko'rgan, mol boqdi, sigir sog'di, anta qatuv ko'tarib borib sotdi, qiyinchilik ko'rdi, pulsizlik ko'rdi. Xotini bu narsalarni ko'rmayapti. Zato что er boyligida keldi. Shuning uchun bu odam emas. Onasidek azob cheksa keyin odam. Mana shu taqqoslashdagi erkaklar bor. Onaga taqqoslamanglar, iltimos, mana xotirjam bo'laveringlar. Ayolinglar bor funksiyadan foydalaninglar. Balki u juda ham chiroylidir. Balki deylik, u juda ham yaxshi muomalasi bordir. Bar bo'ladi-yu, qanaqadir resursi. Ikkinchi sopernik o'sha raqobatchining yoqilishi bu kelinlarni o'zidan ketadi. Qaynotani juda ham yaxshi ko'rishadi-da ko'pincha. Adajon ovqat soldim. Adajon kiyimingizni dazmollab qo'ydim. Adajon sizni ham narsangizni tayyorlab qo'ydim. Iltimos, o'sha adajonni o'zini xotini bor va bemalol hamma qilayotgan ishingizni qaynanangiz orqali jo'natishingiz mumkin. Ojon ovqat solib qo'ydim, adajon chaqirasizmi? Ojon dazmollab qo'ydim, olib kirib berasizmi? Vot. O'zini boyagidek tegishlilik odobi bilan qaynotaga tegishli birinchi raqamli odam uni xotini, qaynana. U primoy chiqaverishi odobsizlikda. Odobsizlik. Agar Chaqirib qaynana kelishi, boshqa qaynana даже kerak bo'lsa, adingizni chaqiring, adingizni qiling, voy o'lib ketsin, men bormayman. Qiling, desa ham o'yinga kirmaslik kerak. Yo'q, oyijon, ular sizni eringiz, men o'zim erimga qiling, keling, men qilib beraman, siz qildim deb olib kirib bersangiz bo'ldi. Deb yurib o'yindan chiqish kerak-da. O'shanda munosabatlar sog'lom bo'ladi. Keyingi raqiblik yoqish ayollarning o'zida ham, kelinlarning o'zida ham bo'ladi. Chunki bo'ladi, что uyida xuddi qaynanasini fe'liga o'xshagan buvi bo'lgan yo amma bo'lgan, pastayani kelib ezib ketgan, o'shanga bo'lgan mashincha bosib ichkarida nafrat bor. Kelsa o'shani elementlari qaynasiga o'xshar ekan, shu odamga qila olmagani bang'illatib bunga qilishni boshlaydi. Konkurent ko'rib. O'shaning uchun ayniqsa o'zini onasi bilan konflikt bo'lgan bo'lsa, bu yoqqa bang'illatishni boshlaydi-da. O'shaning uchun biz ko'pincha aytamiz, psixologik muammolar kelin bo'lgandan keyin paydo bo'lmaydi. Ko'pincha, doim demayapman. Chunki bu muammolar bolalikdan keladi-da, kelinlikda avjiga chiqadi. Nega desa, kelinlikda stress ko'p. Birovga yoqish stressi bor, ovqati yaxshi chiqish stressi bor, er bilan munosabat, bola stressi bor. Stress ko'paygani sari u bolalikdagi muammolar yarki chiqib keladi. Shu portlaydi. O'shaning uchun biz aytamiz, kelin erga teguncha bu soppa sog'da, yo yaxshi edi, erga tegib mana shunaqa bo'ldi deyshadi. Yo'q, kechirasizlar, uzr. Unaqa bo'lmaydi. Kuyovlarga ham shunga uylanib shunaqa bo'ldi deyilmaydi, uzr. Bu bolalikdan kamida o'sha 2-3 yoshdan yig'ib terib kelganlari bo'ladi. Endi uchinchisi, to'rtinchisi bu, конечно, qaynana rakursidan ham soperniklik yoqiladi. Agarda siz qaynana o'zi qiladigan ovqatdan shirinroq ovqat qilsa yoki qaynana umuman o'ziga qaramaydigan mehnatni tanlagan ona edilar, kelin o'ziga qarashni tanlagan kelin. Bunda ham avtomatik yoqilib ketib qoladi. O'zi xotinlikni qurmagan, bolam chaqam deb yashagan, kelini xotinlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Xotinlikni uchun yashaydi. U erini kutib oladi, er bilan gaplashib o'tiradi, boshqa. Mana inson o'zi yetishmagan narsalarga dushmandir pozitsiyasi ketadi-da, yashagani qo'ymaydi keyin. Shunaqa varianti ham bo'ladi. Ya'ni qaynanani o'zidan ham ketadi va eng zo'r joyi haligi o'g'limni qizg'anmayman deb qasam ichib olgan, lekin hamma narsada o'g'lini kelin qo'ynini olayotganidan bezovtalansa, kuxnyani olib qo'yishadi. Oshxonaga kirmay ovqatni o'zim qilaman. Oshxonaga kirmay ovqat kelin qilgan ovqatni kamini topib urishadi. Kami. Men o'shanaqa kelinlarda aytaman, qaynanangizni ega chiqish xohlagan yagona narsasi, o'zinikini saqlab qolish xohlagan yagona narsasi shu oshxona. Iltimos talashmang. Aksincha, ovqatlaringizni qilayotganda, "Oyijon, bitta qarab bering, qancha yog' qo'y. Oyijon, qaysi guruchda damli? Oyijon, damlaveraymi? Oyijon, suzaveraymi?" deb turing, что xudoga shukr, hacha kuxnya manda desinlar.
tinchlanadilar. Yo sizdan, yo qaynanadanda yurish. Agar qaynana yurmasa, конечно, kelin yuradi. Keyin katta ehtimol bilan shu yoshi katta bo'lgandan keyin ularni fe'l o'zgarishlari qiyin bo'lgani uchun davolanish nuqtasidangina ular o'zgaradi, lekin podxodda yo ularga bilan til topishda baribir yoshroq avlod kelinlar yon beradi. Lekin bu degani nima qilsa ko'nadi degani emas. Resursi bor. Zilola opam to'ppa-to'g'ri aytdilar. Kimda resurs bo'lsa, o'sha resursini tikadi munosabatlarni sog'lomlashtirish uchun. Kelinda chiroy bor, yoshlik bor, sog'liq bor, hamma narsa bormi? Ana o'sha tomon bo'lganmi qaynana. Bu odam o'sha tilini topadigan muomala qilib o'zini qutqarib turaveradi. Yo'li shu. Lekin uni tilini topaman deb o'zini sovurishga ruxsat yo'q. Bitta kasal odamni tuzataman deb ikkinchi odam ham kasal bo'lmasin. Prosta uni kasalligini tushungan holda unga mos pozitsiyani, rolini tanlasin va o'zi ham joni og'rimasin, u odam ham xursand bo'lsin. Shunaqa bo'lsa sog'lom. Agar kelin uni ko'ngli olaman deb borini tikib chirib ketayotgan bo'lsa, unda bu nosog'lom. Bunaqa taklif berilmaydi hech kimga. Shunaqa, shu taraflari bor. Men hozir suhbatda ham tinglovchi bo'ldim, ham bu yerda o'tirib boshlovchi o'rnidayu, lekin yaxshigina tinglovchi bo'ldim. Nimaga? Hali yuqorida aytganimdek, biz oilaviy holatda sharoitimizda hozir mana er xotin o'zimiz farzandlar bilan shaharda yashaymiz. Ota-onamiz viloyatda. Shuning uchun bizda qaynona kelin munosabatlari faqat telefondagi muloqotlar orqali, ya'ni bevosita jarayonda emas. Shuning uchun Xudoga shukr, alhamdulillah, bizda tinchlik. Telefonda hol-ahvol so'ragandan keyin hammasi joyida. Ma'lum muddat muloqot bo'ladi. Lekin ular kelganida yoki biz borganimizda, demak, uzog'i 1 oy yoki 1-2 hafta, 3 hafta davomida qaynona kelinlik munosabatlari bo'ladi va bunda ham faqat yaxshi holatga guvoh bo'lamiz. Shundan kelib chiqib, hozir mana jamiyatdagi narsalarni va sizlarning oldingizga kelayotgan mijozlardagi holatlarni mulohaza qilib o'tirib, demak, jamiyatimizda mana bunaqa vaziyatlar bor, mana bunaqa kasallik bor va bularni oldi olinishi kerak. Shuning uchun hozir yechimlar berilyaptimi? Kerakli nuqtalarni odamlarimiz hozir eshitib, to'g'ri xulosa chiqarib, samimiy qabul qilib, bo'ldi, biz borishimiz kerak ekan degan xulosaga kelishsa, bundan faqat xursand bo'lamiz. Shu o'rinda bitta fikr bo'ldi, shu er masalasida. Boshqaruvchi kim? Boshqaruvchi erkak. Bu bizning fikrimiz emas, bu Alloh taoloni erkakka yuklab qo'ygan narsasi. Erkakni ayollar ustidan rahbar qilib qo'ydik, deyapti. Rahbar bo'ldi. Mas'uliyat nimada? Mas'uliyatni ham erkakka yuklaydi. Nima dedi? Qo'l ostidagilaringizga mas'ulsiz. Har bitta xatti-harakati uchun. Namozi bormi, ro'zasi bormi, boshqasi bormi, erkak uni mas'uliyatini erkakning zimmasiga yuklatilgan. Ertaga javob beradigan ham u o'zi bo'lyapti. Ta'lim berishi ham ayol bilmayaptimi? Unga ta'lim ham berish kerak. Bu jihatda erkak kishi qaynota sifatida ayoliga, ya'ni ana kelinga qaynona bo'lib turgan ayoliga, o'g'li esa ayoliga, shu er bo'lib turgan xotiniga o'sha javobgar sifatida, bu demak ham er ham qaynota har ikkalalari o'sha oiladagi muhitga, tinchligiga, boshqasiga javobgar ekan. Bu xohlasa xohlamasa, agar kimdir o'sha javobgarlikni olmayaptimi, rahbarlikni olmayaptimi, unda demak erkakda bor xato, erkakni tuzatish kerak bo'ladi. Xulosa sifatida menga kelgan fikrlar shu, demak bu ko'rsatuvni ko'rgan har bitta erkak aka-ukalarimiz to'g'ri xulosa chiqarishar va qaynona kelin munosabatida qanaqadir nizolar yuzaga chiqayotgan bo'lsa, oxirgi xulosani o'zlari aql bilan, bosiqlik bilan, samimiyat bilan o'tirib yechishsa, bu nur ustiga nur bo'ladi va ko'rsatuv bekorga ketmagan bo'ladi. Bugungi aytilgan gaplar shu bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa yana fikr mulohazalarni yozing. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Tanqidlarni ham o'qiyapmiz. Bu darajada yaxshi fikrlar berilayotgani uchun biz bundan ham xursandmiz. Kerakli fikrlar bo'lsa buni yozing. Yana suhbatlarimiz Xudo xolasa davom etadi. Biz Zilola opaga ham, Muxtasar opaga ham ishinglarga, ilmiy izlanishlaringizga muvaffaqiyat rivojlar tilab, bugungi suhbatga yakun yasagan bo'lamiz inshaalloh. Lekin rakursimiz bir tomonlama bo'lib qoldida. Ko'proq baribir qaynona rakursidan qarab gaplashdik. Kelin rakursiga ko'p o'tmadik. O'zi suhbat nuqtai nazaridan. Ya'ni u rakurs bo'shliq bo'lib qolib ketdi. Hozir savol tug'ilishi mumkin-da endi hozir odamlarda sizlar o'tirib olib to'rttaning faqat qaynonalarni aybdor qilib qo'yding degan narsa tug'ilishi mumkin. O'zi aslida suhbatda negizi mag'zi unaqa bo'lmadi. Chunki yechimlar ham berildi. Shu nuqtai nazardan kelin rakursdan ham baribir gaplashib ko'rish kerak ekan degan xulosa qilyapman oxirida. Yaxshi, davom ettiramiz. Bo'lmasa davomi bor. 3 ta nuqta deymiz-da, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Serial qilib qo'yar ekan. Va o'sha jamiyatda ham serial Bo'lib ham qaynona kelin mavzusida. va o'sha ba'zi birlarga psixolog, psixoterapevt yoki terapiya so'zi og'irlik qilayotgan bo'lsa, bu men uchun ilm deb tasavvur qilsa, menimcha
onsaro yechim bo'ladi va qabul qilish ham yaxshi bo'ladi. Guringlashib kelamiz deb boringlar. Mana, Borib maza guringlashib qildik. kelasizlar. Masalan, men hozir mana o'zimga yana bitta terapiya. Mijozlar ham oldinglarga guringlashib kelamiz deb kelishadi. Zo'r gap bo'ldi lekin ko'p ishlatadigan bo'lib qoldim o'zim ham. O'sha terapiya jarayonida bir guringlashar ekanmiz, bir piyola choy ustida, bir kofe ustida. Haqiqatda mana hozir bu ustanovka bo'ldi. Bugun ham hozir mana bitta chiroyli terapiya bo'ldi, bir chiroyli gurung bo'ldi. O'ylaymanki, uyga borib avval ishdagi terapiyani chiroyli qilib va uyga ham sog'lom qaynana bo'lib kirib boraman. Sog'lom ona, sog'lom turmush o'rtoq. Xudo xolisa sog'lom buvi. Bardavom bo'lsin. Ikki mutaxassisni bepul konsultatsiyasini gurungda tinglashingiz mumkin. Chunki o'zi shunaqa debdi odamlar, bepul konsultatsiya uchun minnatdorchilik bildirgan izohlarda. Rahmat, salomat bo'linglar.